Assalamu alaykum aziz vatandaşlar, ekran altı kadirli görürmenler, hemmelerine yakşamanlar hayırlı olsun. Uygur Akademisi Akademi Söhbeti hoş geldinler. Ben Mağfiret Kemal. Bugün alaylı bir gün, her yıl 21. fevral Dünya Ana Til Günü. Bu münasebet bilen hemmelerinin Ana Til Günü'lerini çin kalbimden tebrikleyme. Ötken yılki Ana Til Günü programımızda Ana Til Günü'nün kelip çıkışı hakkında sözlep ötken edik. Ve hemimiz şu programda mı köydük? Kan ve can bedeli kelgen bir gün bu. Elbette bizge okşaş ana tilini qoğdaş mecburiyeti ba ana tili özünün vatinde çeklengen bir millet üçün bu tilini qoğdaş, bu tilini saklap geliş, bu tilini keyinki evlatlarga yetkizüş teximi çoğun vazifemiz, teximi muhim bu gün biz üçün alaydı bir mənisi ba. Şuna bu günü biz aldığın septe, ana til ügütüşüde, aldığın septe hizmet kıvatkan fidakar okutqucularımız bilen, muallimlerimiz bilen ötküzüşünü planladık. Əmsə kıymetli mehmanlarımni sizlerge tanıştıray. Kazakstan'dan Almıta Kiçik Aksu Taze Uygur Oturum Mektebi'den Rukiye İsmail muallim. Hoş geldiniz. Hoş geldik. Assalamu alaikum. Rahmet programı katnaşkanlığınız için rahmet eğitim hemen. Amerika Virginia ştatıdan Mehriban Ana Marif ve Ana Til Mektebi'den Roşen Hamid Malım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Assalamu alaikum. Aleyküm selam. Bu faaliyetke bizning taklif qilganingizga, bu sharaflik, ahamiyatlik fursatni berganingiz uchun nayt hoş oldum. Rahmet. Ben rahmet etime vaqt çıkarıp bu faaliyetke, bu programga katnaştınız. 2 günün yakına ait köp faaliyetler bilen şug'ullanyapsiz, onu bilip turyotyme, nayt yaxshi faaliyetlerini ötkezdiniz ve bu bugünkü programıma katnaşkanınız için memnun rahmet etime. Sizge rahmet. Rahmet. Uygur qarindoshlar yaxshi fursatken bu. Rahmet. Yeni bir okutquchimiz Rabigül Hacı Mehmet Uygur Ana Til Tor Mektebi'den. Rabigül hoş geldiniz. Hoş bulduk. Assalamu alaikum hürmetlik okutquchilar. Assalamu alaikum ekran altındaki qarindoshlar. Hammalarning 21 fevral Dünya Ana Til Günü'nlarga mübarek olsun. Muşnaq bir ahamiyatli günde ekran orqali har qaysinglar bilan ana til suhbatlariga dahil bo'lganimdan cheksiz xushallik his qilaman. Hammamizning ana til kuniga yana bir qatam mübarek bo'lgay. Mübarek olsun, rahmet. Hazır nait kıymetlik bu 3 meminim ba, sizle köydünla kısıkça emdi ola özlerini tanıştırsa. Bulan içindeki birisi, nait peşkadem anıtıl okutquchisi olup Kazakistan'dan bizge bu programımızda qaytılgan Ruqiyem İsmail muallim. 30 yılını Uygur ana til ögütüşüge bergen peşkadem bir okutquchimiz. Şuna men muşu okutquchimizden başlasam deyme programını. Ruqiye muallim, özünüzü biraz tanıştırıp qayerda, qaysi mektepte, nimişlarni qilyapsiz, kasbingiz nima? Shularni bizga bir qisqacha tanishtirib bergan bo'lsangiz, rahmat. Ma'qul, xo'p. Men Ruqiyem İsmail 1969-yılı 1 sentyabr günü dünyaya geldim. Almuta vilayeti Uygur nahiyesinin güzel tağ bağırga joylashgan Lutful Mütallip, yalqınlıq şair Lutful Mütallipning jiti Çoğun Aksu yesida dünyaya geldim. Mana şu mektepni ala bahalağı tamamlap 1987-yılı Almut şehridagi Abay nomidagi Qozaq Davlat Milliy Pedagogikalik universitetining Til ve Edebiyat fakultetiga o'qishga tushdim, Rus Uyg'ur bölümüge. O o'qishni 1992-yılı tamamlap özümning yurtimga qaytib kelib, Kichik Aksu o'tira mektebida shu 1992-yıldan boshlab o'quvchilarga Uyg'ur tili ve edebiyat fanlaridan ders berib kelyapman. Siz özünüz üniversitede mi muş kesini okudunuz ha? Hem Rus tili, filologiya bolup okuşunu püterdiniz. Onun deyken muş Uygur ana tili bilen şugullandınız. İzçil muş mektepte devam kılatamsız ya ki?
Muşu mektepte okuşunu bitirip kelip, şu mektepke işe orunlaştım. Mana şu bilim dergahıda ta muşu güngeçe 30 yıl mabayında ustazlık faaliyetimni elip kelyaptym. Okuwçylarga Uýgur tili we Uýgur edebiýaty fänlerinden ders berip kelyaptym. Sizin muş kesimi tanlaşyňyz we muş Uýgur tilini okutyny dawamlaşdyryşyňyzga sebäp bolan asasly amyl näme? Endi meniň muşu filologiya fakultetini bolupmy Uýgur tili we edebiýat bölümini talap edişimniň sebebi özüm kiçigimden tilçi muallim boluşyny arman kılatdym. Mekteplerde okup жүрген wagtlarymda nurgunlagan festivallarga, ana til boýunça konferensiýalarga gatnaşatdym. Şeýerlerni ifadelik etişini ýaxşy göretdim. Edebi kitaplarny köp okatdym. Manga ustazlyk kılgan Uýgur tili we edebiýat fändinden ders bergen ustazym Asmaxun digen kişi, o kişi manga şundak etkan, Ruqiyem, siz mektepni tügetkende tilçi muallim boluşuňyz, çokum tilçi muallim boluşuňyz kerek. Egerde siz muallim bolmasaňyz, men o dünýä razı bolmaýman dep etketkende, aşu muallimniň ýakynçy meniň kulugymda tudy. Men mektepni 86-njy ýyly tügütip, okuşga badym, okuşga berip, ikinji egzamenden, imtihandan ötemey ketip kaldym. Ketip gelip, başga okuşlarga urunmadym, qaytyp gelip, Yezide bir yıl işlep, qaytadan yana şu okuşga badym. Meniň özümniň arman kılgan kesbim, tilçi muallim boluş. Hazırkı wagtda şu armanymga ýetdim dep oýlaýman, özümni bäxtlik sezimän. Köp rahmet. Hakikaten akidelik bir insan ekenligiňizni sözläp ötdiňiz. Uýgur tiliga, ana tiliga bundak mehr muhabbet bilen baglanyş hakikaten takdirge, medhileşke erziýdi. Köp rahmet. Ruşen malum, siz mi özüňizi kıskaça tanıştırıp etken bolsaňyz? Merhamet. Rahmet. Men vatanymyz Şerqi Türkistanyň Ürümçi şäherinde tugulup ösken. Otur mektepni bitirgenden keyin Şinjan, şu wagtda Şinjanda etdik. O mektebimizdin ismi Şinjan Pedagogika Uniwersiteti. Şu Pedagogika Uniwersitetini bitirgenden keyin 3 ýyl okugandan keyin, anandan keyin 94-nji ýyldan başlap Ürümçi şäherlik 14-nji otur mektepde 6 ýyl muallim bolup işledim. 2000-nji ýyly vatandan çıkıp ketken, Yaponiýaga berip, u ýerde bilim tähsil kılıp, Amerikaga 2000-nji ýyly, Amerikaga 2000-nji ýyly keldik. Ýa, Amerikaga 2005-nji ýyly kelgendim buýan, yanala şu Amerikada başlangyç mektep marifini den magisterlik unwanyny aldym. Ondan keyin Amerikanyň şu başlangyç mektepleriniňki başlangyç birinji ýyllykdan töwen kindergarten dep goýdylyk, taýýarlyk sınıfyda 6 ýyl okutguçy boldum. Hazır şu Virginiýaga köçüp kelgende, o wagtda da Texasda edik. Texasdan Virginiýaga köçüp kelgenden keyin 3 ýyl boldy. Şu Mihriban ana marif mektebide hizmetden sırt her ýekşembe güni 2 saat ders etýärdimen. Bunyň 3 ýyl boldy. Okutguçylyk tarihimni katkanda hemmesi bolup 13 ýyllyk okutuş tejribem bar. Tejribemiz bar. Tanıştırıp etsem mi? Düşünçelik. Okutguçylyk hakikaten cemiyette etraf kılıngan en hörmetli sazaver kesiplerinin birisi. Sizinki hem bir taraftan özünüzün işinizi kılıp, yakşambi günlerinizni ana til okutuşuğa ayırışınızın özü pek mi kıymetli kemdi bu ruh. Şunun için okutguçylarımız biz için pek kıymetli, biz için pek en hörmetli sazaver insanlar okutguçylar. Bir cemiyetninki, bir milletninki algı besişi, terakki kılışı, zamanı maslaşıp yaşıda şu okutguçylarynki töküsü pek mühim. Çünkü marifden ayrılıp kalsa bulmaydı bir millet. Siz köp rahmet. Emdi 3-nji okutguçymyz, yaş okutguçymyz Rabigül. Siz özüňizi tanıştırıp ötken bolsaňyz, kandak kılıp şu ana til okutuşu bilen şugullanýarsyz? Bunaga näme sebäp boldy we
ösüp yetiliş jarayonunuz, okugan mektepleringiz, merhamet. Assalamu alaykum, hürmetli okuqçular, ekran aldaki vatandaşlar. Ben Rabigül Hacı Muhammed. Ben müvettimizin Korlu'da doğulup çoğun bolğan. Başlangıç otur mektepte, tuluq otur mektepini Korlu'da özümnün nayesinde okugandan keyin Ali mektepini Beyjing'da Merkezi Milletler Üniversiteti'nin Uyghur Dil Edebiyat kasbiga qabul qılındım. Şu mektepning o'zida o'xshash shu fakultetda, Uyghur Dil Edebiyat fakultetida tuluq kurs va magistrlikni tugatgandan keyin 2016-yili Türkiye'ye o'qish mukofot puli bilan Türkiye'ye keldim doktorlikqa. Hozir Hacettepe Üniversiteti Türkologiya Tadqiqot institutining Türkologiya fanlari bo'yicha doktorlikda o'qiyapman. Doktorlik maqolamni yozyapman. Undan boshqa men maktabimizda, ya'ni yetakchi o'qituvchimning tavsiyasi bilan hozirgi zamon Türk tilleri fakultetida to'liq kurs o'quvchilariga Uyg'ur tilidan dars berma. Undan boshqa hatto oxiri bayadab o'tgan Uyg'ur ana til to'r maktabida pedagog o'qituvchisi bo'lib, hatto oxirlari Uyg'ur bolalarga ana til dars berib kelyapman. Köp rahmet, Rabigül'ni xeyli burundan tatip tanıyma. Hakikaten pedagog bir o'qituvchi. Hem bu chet elga chiqib, bu yerga o'zlashib, bir tarafdan o'qib, yana bir tarafdan o'ziniki milliy madaniyati bilan shug'ullanish, o'zining ana tili bilan munosabatlik bolalarni tarbiyalash qimmatli bir ruh va oson emas. Yani gelip ben özellikle doktorluğumni şu sahada til sahasında, tilşünaslık sahasında kılgınım bile bu ana tili öğütüş başka bir maharet. Nəhayət nurgun ecir talep qıldı ki. Bunu seviye, balaların seviyesiga uygun buluş gerek. Okutuş metodu hem de çoğunla marifı dep koyumuz var. Çoğunla marifıdan bek farklı. Nəhayət usta buluş gerek. Hem psikolog buluş gerek, hem okutqucu buluş gerek, hem ana belki balalarını en yaxşı gördüğün bir obraz buluş gerek. Şu cəhətdən hem de yaşlarımızdaki bazı tecrübeleri yok. Onunla karmay, ben şu Uyghur ana til sahasında bu yaşlarınki nəhayət can pedagogluq bilen okutuş işi bilen şug'ullanayotganligini, nurgun yaşlarımızdan, yaş kız oğullarımızdanki ana tilini okutuş için can köydürüp, meyli Türkiye'de olsun, meyli Avrupa'da olsun, meyli Amerika'da, meyli Avustralya'da, meyli Kazakıstan'da olsun, bularınki can pedagogluq bilen ana tili okutuş koşuğunda hizmet kıvatkalligini körüp turvatıma. Elbette bu men bek hoşal bunundan Uyghur halkımız mı hoşal ve minnettar. Sizlerge rahmetimiz çoğun. Al bilen bu rahmetini eytüydey. Hem de Rukiye Hanım sizinki hayat sergüzeşsinizin qaraganda, ösüp yetilgen muhitinizin qaraga vaqtida, hem de Kazakistan dünyadaki vatan sırtıdaki başka yerler qaraga vaqtida Uyg'urlar en çoğun topluşup olduraqlaşqan, çoğun Aksu, Kiçik Aksu, bular hem de ezelden Uyg'urlar topluşup yaşavatqa yerlerinin birisi. Şunun için sizinki ana tiliga bo'lgan bu mehr muhabbetiniz belki şu kichik vaqtingizdan tatip yetilgan, hem de sizin abiyam deb o'tib ketdingiz. Bir aqida bilan men shu ishga kirdim deb 30 yil ana til bilan shug'ullanish oson emas. Sizce hem de şu mektepte, şu Uyghur tili mektepleri, şu otur mektepçi ba deb o'ylayman Qozog'istonda. Şu mekteplerninki Uyghur medeniyetini qo'g'dab kelishda roli qandaq bo'ldi Qozog'istonda? Şu mekteplerning roli qandaq? Uyghur medeniyetini, Uyghur til, medeniyetde til aldınqı o'rinda turdi. Şundan qisqa so'zlab bergan bo'lsangiz. Endi qarang, ana tilimizda o'qishimizga, medeniyetimizni, san'atimizni, urf-odatlarimizni saqlab qolishda bar mümkünçiliklerini yaratib berayotgan birinchidan Qozog'iston davlatiga, qarindosh qozoq xalqiga o'zimning rahmatimni aytaman. Hozirgi vaqtda har bir millatga o'zining ana tilida o'qishga, o'zining milliy nashrlarini chiqarishga shunday fursat beryapti bizga. Biz erkin o'qib, erkin ishlayapmiz degan so'z. Endi madaniyatni
medeniyetimizni qo'g'dab kelishda bu yerda ana tilining roli cho'ng. Sebebi balla o'zining ana tilida o'qiydi. Ana tilida o'qigan balla ana tilda adabiy kitoblarni o'qiydi, gazet jurnallarni o'qiydi, teatrlarga bordi degan so'z, ham o'zining urf-odatini qo'g'dalaydi. Ana til hem de insanların gelip tefekkürü bilen münasebetlikçi. Ana til bilgenlerinin tefekkürü yani aşı milletke yakınrak oldu hem de ana tilini özünün ana tilini sözleyatkan milletke yakınrak mı? Histaşlık cihetten bolsun, nurgun başka cihetlerden bolsun. Bu ana tilini bildiğin kişilerin ki hissiyatı yani başkaçı oldu. Yani biz bunu vatan içinde turup ana tilini sözleş başka hem de sırtlı boğalığımız için bu geplerini kıvatımı ana til hem de birleştirdiğin en çok amil milletini birleştirdiğin. Halkımızdaki bu mektepleri tutan pozisyası kandak oldu sizce? Hazır hem de kandak bu adıda. Bay naydı doğru geplerini birini kıldınız. Kazakistan hükümetindeki kollap kuvvetlişi elbette bu bizim koşal kıldı. Kerindaş halk, Kazak halkı. Kazakistan devletinin güllep yaşayışını elbette ümit kılımız ve bu Kazakistan devletinin Uygur milli marifıga ya Uygur medeniyetinin şeyde yok olup gitmeyi devamlılığı kıvatkan, körsüvatkan muamelesini biz bilip durvatımız. Söz sizde Rukiye Hanım. Halkımızdaki bu mekteplerge pozisyası kandak oldu? Endi hazırkı vaqtda mesela balla ata-analar ana tilda farzandlarini ana tilda o'qitishning muhim ekanligini tushunib, balalarni ana tilda o'qishga sharoit yaratib beryapti. Masalan, hazırkı vaqtda tayyorlik bizniki mushu Qozog'iston bo'yicha tayyorlik to'piga hem birinchi sinfga Uyg'ur balalarının to'planishi yildan yilga ko'payyapti degan so'z. Endi masalan men o'zim ishlayotgan toza Uyg'ur tillik maktab, endi xo'shna bizniki Cho'ng Aqsuv maktabi, u aralash maktab. Endi u yerdami u maktabninki nomi bizning Uyg'urshunos olim Xo'ja Ahmad Sadvaqasov nomidagi maktab. U yerda ko'p bola o'qiydi. Bu yerda endi to'la ata-onalar o'zga tillar bergan bolalarni hozir keyin ular o'zimizning ana tilida o'qitishni, farzandlarni ana tilida o'qitishimizning muhim ekanligini tushunib, bolalarni hamsi endi nurg'uni ana tillik maktablarga beryapti. Endi bolalarningki bu yerda ana tilga bo'lgan qiziqishi nihoyatda ustun. Bo'libmi özümüzün medeniyetini, san'atini, urf-odatlarini, özümüzün tarixini keng turda tushunib biladi bolalar, ham uni qo'g'dashga tirishadi. Yani nima desam bo'ldi. Şu xalqning qo'llashi bo'lg'ashqa Uyg'ur maktablari ta o'rta maktabgacha sizlarning muntazam darsliklaringlar bor. Siz 30 yilning yoki o'qituvchilik kıvatime degan vaqtingizda men nihoyatda xo'shal bo'lgandim va hayron bo'lgandim. Muntazam 30 yil bir kishininki bir maktabda ana til bilan shug'ullanishi haqiqatan hem jamiyatning, hem davlatning, hem pedagog o'qituvchilarningki tirishchanligi bo'lmasdan amalga oshmaydi. Endi bolalarimiz birdan turib balkim bu temaga kelamiz. Balalarımızın üstündeki bazı besimlama var, nurgun tillarını bilish kerak. Onun karma yani balalarning qizg'inligininki yaxshi bo'lishi, siz deganga o'xshash nihoyatda qizg'inligining ustun bo'lishi, yani bizni xushal qiladigan bir ahvol. Ko'p rahmat. Endi Ro'shan ma'lumga kelaylik. Ro'shan ma'lum, siz özünüzün mektebinden, anadaki balalarınızdan azraq sözler bergan bolsanız, bu kesibni qilish jarayonida yani qanday qiyinchiliklarga yo'liqdingiz? Olamı bo'ldi? Hammamizga ayon bo'lgandek, bu Uyg'ur til yoziqi har millat o'z til yoziqini erkin qo'llanish imkoniyati eng zo'r bo'lgan bu shundaq bir kunda ochiq oshkora cheklanish
altıga kelib qoldi. Uyg'ur tili tarixda hech qachon bundaq xatarlar yo'liqqan bo'lsa-mu, lekin bundaq xatarga yo'liqib boqmagan emas-da. Bu Xitoy hukumatining Xırs cho'ng qilish xirısqa, endi burun tarixlarda bundaq ag'michilar bo'lib, bu tilni o'zgartirishga tirishib, har xil boshqa tillarni tashviq qilish, masalan, Mahmud Qashqariy zamonida shunda bo'g'ashqa turk tillar devonini yezib, arab tilidan qoladigan til deb ag'michilar chiqqan vaqtlarda shuni yengish uchun, xalqning ideyasini o'zgartirish uchun shu bir tarix arx ko'rinish shu kitobni tuzib, shu tilni qo'g'dab qolgan. Keyin yaqinqi zamonlarda har xil besimlarga uchragan bo'lsa-mu, yana shu yengib kelgan bo'lsa, unchalik bir qirg'inchilik uchirmagan. Bu tarixda tunji qatim shuna bir ig'ir qirg'in besimga yo'qotish uchirgan. Xitoy hukumatining Uyg'ur tilini yo'qotish uchun bu qilayotganlari ham 100 yillardan burun dunyodagi boshqa mustamlikachilar qilib bo'lgan ishda, qilib bo'lgan. Unda qilinishini madaniyat qirg'inchiligi deb e'tirof qilib bo'lgan, ham undan kechirim so'ragan shuna bir zamonda bizning bu tilimiz zo'r mushtaq besimlar uchratadi. Endi bu tilni biz uy oildilar bolalarimizga ham shunday saqlag'izib o'gitib ma'amdiq deganda u yetmaydi. Ma'rif eng muhim. Bu ma'rifdan so'z ichish uchun eng avval men bizning maktabni qisqacha bir tanishtirib o'tay. Bizning maktabda burun men kelganda bu maktabda aran 3 sinf batdi. Hozir bizning sinfimiz 3 jarayonda 9 sinfga ko'paydi. 9 o'qituvchimiz bor. 10'dan ortiq fidoyirimiz bor. O'zlarining xizmatini sirt vaqtlarda kelib yordam qilib beradi. Undan sirt nurg'unlagan atalarni tarkib topgan atalar qo'shinimiz bor. Ular u qo'shindimi 50-60 dak qo'shin bor. Har doim bizga yordam qilib maslashga tayyor. 100 o'quvchimiz bor. 9 o'qituvchi, 9 sinf. Bu sinflarning hammasining ismlari xalqarалық ana til maktablarda hammamizning o'xshashga deb o'yildimi? Keyingi liseyalarni anglagandimi? Shu izchilar sinfi, bizningki g'unchilar sinfi, izchilar sinfi, botirlar sinfi, umid sinfi degandekchi mushtaq ismlarni qo'yib yaxshi mengyotdi hozir. Endi bu ana til qo'g'dash uchun ma'rif bek muhimkan deb his qildim men. Bu ana til madaniyati, o'zimizning milliy ruhimizni qo'g'dash uchun hammamizning ham shuarimiz bir ana tilni qo'g'dash. Lekin maqsadimiz nima deganda sistemlashgan bir oila ana til ma'rifini barpo qilish bu hajratda. O'zimizning burchimiz nima deganda Uyg'ur til madaniyatining varislarini tarbiyalash. Bu bizning o'qituvchilarning ham ota-onalarniki hozirgi eng muhim burchimiz ana tili va madaniyatning varislarini tarbiyalash. Endi vatan sirtidagi bu ana til o'qitishningki shu zamon, makon cheklamasini besib o'tishi hozir yaxshi. Hammamiz ko'ryapmiz. Nurg'unlagan Uyg'urchada medialar chiqdi, lug'atlarimizni tuzib yetibdi, har xil kitoblarni nashr qilib xalqqa sunyapti, maktablar qurildi. Bu endi zamon makonning cheklamasini rost besib o'tib yetibdi. Endi buni taraqqiy qildirish, oila ham ana til ma'rifining sistemlashishini bir mukammal qilish, har qaysi joydagi Uyg'ur bolalarining bir-biri bilan mushtaq do'st bo'lib o'tish, maktablarda dars o'tish, ota-onalar, o'qituvchilar o'zaro moslashish, shu ma'rifga to'p qo'shish, bu ana tilni mukammallashtirishda bir uzun mezgillik astoydillik planlash, tayyorlik qilish deb ko'sak bo'lib deb o'yladim. Bu ma'rifga haqiqatan hamda nihoyatda muhim organ deb o'ylayman. Chunki insonning ma'naviyatini yukslantiradigan, tafakkurni qanotlantiradigan, oiladan sirt kishilarning hayotining har xil bosqichlarini o'rganadigan, shu jamiyatni taraqqiyotga gullanishga ilib boradigan bir muhim organ. Bu shuning uchun sizlarning bu muajiratda ana til komiteti, akademiya deganga o'xshash shunday ma'rif organlarini barpo qilib, shunday ana til uchun ketayotganinglar nihoyat yaxshi bo'pti deb o'yladim. Rahmat. Shuningga bu ma'rif siz boy degan savaldek, shu ana til nimasiga to'p qatalamdi, buning foydasi bormi desangiz, haqiqatan foydasi bor. Bu ma'rif bo'lmasa millatniki milliy ruhiy holdi, millatning gullanishi ma'rifning boshida deb o'ylayman.
Albatta. Sizlarning 9 sinf bor ekanda, bu nihoyat xo'shallanarli bir xabar. 9 sinfga ulushish oson emas. Uning ustiga faqat bir rayonda, Bunlar sizlarning rayonda 9 sınıf, ben bu 9 sınıfның 5'i ana til sınıfı. En kiçik 4 yaşlıq balalardan başlaymiz. Onun ulağan mustaqil şəkil, hərf, hər xil oyunlar bilan til sözləşini ögütüdü. Onun da mındaq hərflərini asasda açıyor. Bəkəlik tez bisim qoyatmay, asasən şu sözləşini ögütüdü. Ondan üstüdeki sınıflarda savad çıqırışdan başlap kelib, ondan keyin ən üstüdeki ümid sınıfımızga kelgəndə hazır ulağan Uyğur mədəniyyəti, tarixi, coğrafiyası ötüşünü başlaş aldı turumuzdak ularning savatları çıkıp axırı geldi. Ondan başqa ondan keyin dini əxlaq tərbiyə sınıfımızda o dərsdə 2 sınıfımız var. Çünki balla bununla qiziqib hazır o'quvchilar soni eshib 2ga bo'linib ketdi. Uningmosh boshlang'ich, undan keyin o'rta darajalik deb ayirdik. Undan sirt san'at adabiyot san'at sinfimizda bu 2ga bo'lindi. Buningda asosan shu Uyg'ur madaniyat san'atiga mas'ul bo'ldi. Masalan, naqsha, she'r, qo'shiq, usul degandek. Undan sirt bir tantarbiya sinfimiz bor. Buningda soccer team deb qo'ydi. Futbolchilarni tarbiyalatdi. Hammasini qatqanda jami 9 sinfimiz bor, 9 o'qituvchimiz bor. Unda sizlarniki sistemlashgan, mukammallashgan tarafga qarab mengibdi. Mangduq. Maktab mudiri Surayya xonimga deyman. Maktab mudiri Surayya xonim bak ish qilib tirishgan, ajoyib, bak irodalik ish qilib bizni shunda maktabni yaxshi qilyotdi, biz moslashib hozir o'quvchilar patmay hozir sinf maktabning o'rni bak kichikchu. Sığmay qaldı, yezilimiz deganlarga o'rin yo'q. Son cheklanib bir yuqoriroq joy olsak bo'ldi deb o'ylashyapmiz. Süreyya xonimni tabriklayman, rahmat aytaman. Haqiqatan bu qizg'inlik ta'sirlantirdi hammamizni. Ham ota-onalarga rahmat aytaman, u yerda yashayotgan, chunki bolalarni ular qo'llab-quvvatlab sizlarga akpamisa, maktablarga akpamisa, balkim bunchalar bo'lmagan bo'ladi, shundaqmi? Sizlar taraf qilib 9 sinfga boramagan bo'ladinglar. Ham oila, ham maktab, ham o'qituvchilar, hamma tarafdan kelgan bir hamkorlikning natijasi. Nihoyat yaxshi xush xabarlarni berdingiz men uchun. Men bunday o'ylamagan hamda anglagan, lekin haqiqatini toza bilib ketamaymiz. Ammo bir necha yilning yoqi butun shu maktab qurgan maktab mudirlari bo'lsin, shu maktabda o'qituvchilar, ana til o'qituvchilari bo'lmasa, yana bu maktablar putirab turolmaydi, o'quvchi bo'lgan bilan. Bu bir tirishchanlikning borligini biladim, ammo bu darajada natijalik bo'lganligini anglab haqiqatan ben xushal bo'ldim. Yaxshi uchurlarni berdim. Ovoz chiqarmay. Shu. Endi Rabigül'de de anglaylı. Rabigül demişlerini qildi. Bu tor mektebi, qandaq mektep. Biz taz bilib ketmeymiz. Biz klassik sınıflarda ders ötüp, şeylerden im qilgan. Endi hazır zamonaviy nurg'un naslar endi o'zgarib ketdi. Texnologiya taraqqi ketdi. Ulardan foydalanamiz. Zamonga loyiq yashash kerak, moslashish kerak. Endi yoshlarimiz shu tor mektebidami darslarni o'tyapti. Qani Rabigül sizni anglaylik. Tafsilotini. Biz şu 2020 bütün dünya miqyosida tarqalgan koronavirus sababli biz fiziki amaliy darsxonalarni tor yuz orqali davomlashtirish maqsadida shu Uyg'ur ana tili tor maktabi 2020 yili 7-oyda qurilib, shu vaqtda boshlab hozirgacha 2 yil bo'ldi. Asosli endi bu tor maktabning afzalligi biz vaqt va makonning cheklimasiga uchirmasdan faqat bir rayon bilan cheklanib qolmay, dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'ur bolalarni shu tor dunyosida yig'ib dars beryapmiz. Endi buningki bak yaxshi ketyapti 2 yildan beri. Ammo bizning bu aramizdan ait peshqadam uzun yillik tajribasi bor ait peshqan o'qituvchilar bor va ularning oldida jiq o'zimning amaliy tajribalarim yo'q. Men faqat bu sohaga yangi bo'lganlik uchun bizning to'g'ri o'qituvchilarimiz yaxshi ketyapti. Endi biz endi bir bolalarga bir kichik to'g'ri saytida bir kichik Uyg'ur bolalar jamiyati
qurib berish maqsadimizga yetdik. Balalar tor yüz orqali o'xshamagan til madaniyat muhitida cho'ng bo'layotgan Uyg'ur balalar shu tor maktab orqali birga kelib o'zining ana tilini, madaniyatini o'rganyotdi. Buning albatta shunday yaxshi taraflari bor. Ondan boshqa endi buning endi yetarsiz kamchilik bo'layotgan taraflari yo'q emas. Chunki tor muhiti endi qandaqli bo'lmasin, amaliy darsxonadan farqli bo'lg'achqa balalar bu jihatda yana bir-birisi bilan to'liq uchrashib, bir-biri bilan yuz turan ko'rishmagandan keyin yana bir orliq, yana bir bo'shliq bor. Ondan keyin biz to'rda faqat haftada bir qatam dars o'tish bilan cheklanyapmiz, lekin asli balalar ana tilini faqat bir haftadagi bir qancha soatlik dars bilan unda to'liq yetarli o'rganib ololmaydi. Chuqur uni o'rgangan narsalarni darsdan keyin bo'lsa yuz turan uchrashib, ko'rishib, o'yin orqalimi, bir-biri bilan uchrashish orqalimi, do'stlash orqalimi texnik mukammallashtirib ma'nolaydi, cho'nqurlashtirib ma'nolaydi. Endi mushjat cheklimlar bor. Endi ammo men ishni bu hamma narsa dastlabki boshlangan vaqtlarda cho'qim buning yetarsizliklari, qiyinchiliklari bo'ldi, lekin oldimizgi vaqtlarda bu jihatdagi kamchiliklarni to'liqlanib texnik mukammallashtirganga ishlayman. Bu tor maktablarininki tecrübesi, yani okutish tecrübesi bilen odatdagi sinf o'qituvchilarning o'qitish tecrübesi biraz farqli bu deyman. Mesela abim siz dediniz, eğer sınıfta bo'lgan bo'lsa, balalar tanaffuslardami yani o'zining tilini o'rganib, onu paranglashib, ular imkoniyatlar bo'ladi. Hamda bir kompüterning oldida o'tirib o'qigan balalarga sizlar qanday o'rgatisizlar? Hamda metod qanday? Sizdan boshlaylik. Qanday metodlarni qo'llandingiz masalan siz? Men endi bizning o'qishmagan saviyada bolalarimiz bor. Men asosli adabiyot o'qish, yozish savodi to'liq chiqib bo'lgan tekstlarni o'qib tushunoladigan bolalarga dars berganligim uchun men amaliyotda jiq qiyinchiliklarga uchrab ketmadim, chunki u bolalar asosan yaxshi angliq ota-onalarning qo'ldan chiqqan bolalar ana til saviyasi murovirasi mukammal tekstlarni o'qib tushunoladi. Shunga meni asosli bolalarga qo'llangan usulim bir yillik bolalar bilan bo'lgan orliqda men ularni o'qitib bakrak ularning do'sti sifatida bolalar bilan bo'lgan farqimni oralig'ini bak cho'ngayta olmayman. Undan keyin asosli bir yarım saat haftada bak qisqa bir vaqt bo'lsin-mu, lekin ko'proq shu bolalarni so'zlashga, bolalarni fikr qatnashtirishga jiqroq rag'batlantirmak, ya'ni klassik men so'zlab bolalar javob beradigan andaq usul emas, hammamiz barobar fikr qatnashtirgan ma'qul usullar bilan berayotma darslarimni. Shunlashqa endi har bolaninki uning ustiga saviyadagi farqlar sababli endi har saviyadagi ma'lumotlarning qo'llangan metodlari cho'qim farqli. Masalan, savob chiqarish sinflarida ma'lumotlar har qancha kuchsimi, ya'ni ota-onaning eng zo'r tirishchanligi shu bolaning yerida turib izchil bolaga yordamchi bo'lib kuch chiqarsa, ya'ni ko'zlagan maqsadga yetkazib bo'lmaydi. Shunlashqa bolalardagi saviya farqi tufayli bizning metodlarimiz o'xshamaydi. Pek tez ekanligini his qilaman mana, chunki biz melaqa uzoqdan dars beryapman men de cho'nglab universitetda. Biraz hem ders bergan kishi charchaydiki, odatga sinfdan tez o'tadi mening darslarim. Ama uzoqdan ekranning oldida turib dars so'zlagan vaqtida shunchaki charchashib ketganda herib ketimizga. Bolalarmi shunday bizning qarshimizdagi qanchaligini oldi bilmaymiz endi. Yani bormi yo'qmi uni uqmaymiz. Endi siz masalan o kichik bolalar ham tez charchaydi. Ularni qiziqtirish uchun, ularning diqqatining diqqatini merkezleştirish uchun davomli belki 20 minut, 30 minut eşede tutup duruş için nimishlarni qilsiz? Mesela oyun oynatqil olmaydi belki. Ya oyun oynatqil bo'lmaydi. Masalan, darsda boshqa tillardan so'zlarni ishlatib qolganlar bor. Ashlarni tutib olib turib, birasini yumor so'zlatish orqali yoki qiziqarli bir ishni deyish orqali bu bolalarni darhol bir akagil bo'ldi. Haqiqatan bak tasan bolalarni bir yarım saat ekranı oldida tutib turish. Endi ben %100 o'tgan darsimni %100 shu vaqtning ichida unumini ko'rdim demedim deb o'ylamayman, lekin qarsam yanada unumlik bo'lyapti umumyuzlik aytganda. Eng muhimi bu to'r darsxonasi garchi qiyin bo'lsa-mu, bolalarningki antil madaniyatimizga bo'lgan qiziqishi yuksak bo'lg'achqa, bu shu darsimizning unumlik bo'lishiga alayda tuhfasi bor. Shunga mencha
Yani yaxşı ketyapti endi. Yaxşı davamlaştırışqa tirişyapmiz. Yaxşı davamlaşsın. Sizlərə köp rəhmət. Nurgun əcr sığdırırsınızlar. Hamdi Ruqiya xanım, sizlərninki sizlərin əsasən sınıflarda boğatıdıq ha? Sınıfta ders ötüsülər. Bu Sınıfta nemede bu virüs mezgilde kandak kıldınlar, bu pandemi virüs mezgilde mi sınıflarda dersi davamlaştırdınlar mı, yoki sizler mi? Sizin uzaktan bir tecrübeniz var mı? Pandemiya vaqtida biz uyda sınıfta emas uyda ders öttük. Her bir muallim uyda oturup WhatsApp arqılıq. Endi bizniki yaşavatgan yerimiz bir kichikina mahallede. Bu yerda endi bizniki bunu internet jag'diyi shundaq nachar bo'lganlikdan ba'zi o'quvchilarda ko'p balliq o'quvchilarda telefon jag'diyi bo'lmadi. Shuning bilan bizda mana Zoom bilan kirib o'qitsalar dedi. Zoom bilan kirganda internet jag'diyi bo'lmay, shuning bilan biz WhatsApp orqali o'qitdik. Bu bo'lsa nihoyatda endi bolalarningki bilimiga nihoyatda ziyon yetkazdi-da. Bir yıl davamida biz shu pandemiya vaqtida bir yıl davamida bolalar uyda o'qidi. Ondan keyingi yili bir yilqi yillikda mana 1-sentyabrdan boshlab endi bizning maktabda bor yo'qi 144 o'quvchi. Chaqan maktabda 144 o'quvchi bo'lganlikdan biz har bir sinfdan, masalan, 1-sinfdan 11-sinfgacha o'qiydi bolalar. Her bir sınıftan birden sınıf bo'lgani uchun, chaqan maktab bo'lgani uchun bizning bolalar 1-sentyabrdan tartib maktabga berib o'qidi. Endi shu pandemiya vaqtidagi tatgan qiyinchiliklarga biz ishcharlarni yasab, qaysi mavzudan qayerdan qiynaldi. Endi biz ustozlarga belgilik-ku, bola qayerdan qiynaldi. Shuning bo'yicha ishchar yasab biz bolalarga qo'shimcha ders berib keldik, bilimini yetildirish uchun. Endi mushu o'zimning maktabim to'g'riliq so'zlab o'tib ketay bu yerda. Albatta. Bundan keyin sizlar 30 yillik o'qituvchi bo'lgandan keyin cho'qim o'qitish metodlaringiz, tajribangiz nihoyatda mo'l. Biz bilan o'rtoqlashgan bo'lsangiz, bek xushal bo'lamiz. Marhamat. Yaxshi bo'ldi. Endi 144 o'quvchi, 33 muallim ders berdi. 1-sinfdan 11-sinfgacha bizningki maktab mudirimiz Adhamjon degan yosh yigit bir yil saylandi. Uning oldida bo'lgan mudirimiz bir yil pensiya yoshiga yetib ketib qoldi. Endi kollektiv uyum yosh muallimlar 30 yillik ish tajribamda meniki algı qo'ygan asosiy maqsadim bolalarga puxta bilim berish, safoliq puxta bilim berish, tarbiya berish bilan o'tdi. Bolalarningki endi toza uyg'ur tilli maktab bo'lgandan keyin ana tiliga bo'lgan qiziqishi nihoyatda ustun bolalarningki. Endi mening algı qo'ygan maqsadim ana tilingni, qarlig'ining, millatingni, yorlig'ining degan shior ustida tutumanda. Shuning bilan nurg'un ishlarni amalga oshirdim. Birinchidan bolalarningki ana tiliga bo'lgan qiziqishini, ularning tiliga bo'lgan hurmatini, tilini qadrlashni, o'quvchilarning nutq madaniyatini o'stirishni, erkin fikr qilishni amalga oshirish uchun ularga ko'p narsalarni yuqildimda 4-5 yil davomida shu o'zimning ishlayotgan maktabimda kitobni kim ko'p o'qiydi degan yangi ko'rikni elib menishni boshladim. Endi bu yerdagi asosiy maqsad bolalarni o'zimizning ziyolarimizning yozayotgan asarlarini o'qishga qiziqtirish. Endi bu yerda yoshirishning hech hojati yo'q. Bizning ziyolarimiz nurg'un asarlarni yozdi, povestlarni, romanlarni yozdi, poeziya sohasida nurg'un she'rlarni yozdi. Qarasangiz o'qiydigan odam yo'q. Hozirgi vaqtda internet
немесе һәмісі телефонға бағынып қалған. Шуның үшін ашуларныңки енки тыл байлығын ашырыш үшін, әркін пікір жүргізіш үшін шындақ конкурсын uyuşturup келдім. 3-ші жыл мабайында өткізгенде ашу кітап оқыған кітапларының müəlliflərini məktəbimizə təklif qıldım. Almut şəhərində yaşaydıgan 10 dek ziyalı kişilərimizni çağırıb şu yerdə balalarınki oxugan özlərinin kitapları, şu yazğıcı şairlərimizin oxugan povest romanlarını qançalik dərəcədə aldı da bir oxuğucu 10 roman, 15 povest 20 yakın payımı okugan okuğuçlarım boldu. Endi ularni biraz mukaffatlash, taqdirlash tarafidan bizniki ana mektep fondi bor, Almut shahrida ana mektep qo'g'dash fondi. Mana shu yoq tarafdan bolalarni rag'batlantirish uchun har qanday yangi siyliqlarni ekilib bolalarning ko'nglini biroz ko'tadi. Bolalarda texmo qiziqish paydo bo'ldi. Onundan sırt bolalarni ilmiy ish yezish bilan başladık. Özümninki şagirdlarimni 4-5 şagirdimni şu ilmiy ish yezish bilan 3-4 yil davomida ish elib mangdim. Endi bu yerda bizniki rahbarimiz Alimjon Efendimni bilsiz. Alimjon Hamrayev. Alimjon Hamrayev bizga yetakchilik qilib, yo'l yo'riq ko'ktib, qanday elib menish kerak. Endi bu yerda men Uyg'ur shoiri Ilya Baxtiyorni bilishingiz kerak. Ilya Baxtiyor satirik shoir. Bu yil Ilya Baxtiyorning 90-yillik tavalludini nishonlaydi Qozog'istonda. Mana shu shoirning satirik əsərləri boyunca biz ilmi işini başladıq. Birinci İlya Baxtiyorninki satirlik əsərlərini təhlil qilish mavzusunu aldıq. O mavzu bilan 2 yil işlədik. Oxuğucum viloyatlik ilmi ishlar konkursiga qatnashib, birinchi o'rinni egallab, respublika doirasiga chiqdi. Cumhuriyatdan birinchi o'rinni aldık. Keyinki ikkinchi ishimiz shu Ilya Baxtiyorni ham davomlashtirib, Ilya Baxtiyor satirlardagi real hayot mavzusini aldık. Bu mavzu bilan biz yana 2,5 yildek ishladik. O işimiz bilan biz viloyatlik ham cumhuriyatliklardan birinchi, ikkinchi o'rinlarni aldık. Ondan keyin İlya Baxtiyor satirlardagi real hayot Qozoq adabiyoti asosida deb bu yerda Qozoq satiriklar bilan silish soldirish, Ilya Baxtiyorning satirlik asarlarini Qozoq satiriklik asarlar bilan silish soldirish mavzusini o'tdik. Onundan yuqori darajada ko'rinib selishtirma. Ondan keyin Ilya Baxtiyor satirlardagi qapiya va ahangdoshlik mavzusini aldık. Bu mavzu nihoyatda cho'ng mavzu. Bu mavzu bilan biz 2 yil davomida ishladik. Ondan keyin nahiyalik, viloyatlik ham cumhuriyatlik ko'riklardan birinchi o'ringa ega bo'ldik. O'quvchim. Oxirida Ilya Baxtiyorning satirlardagi antropologiya, odam obrazi. Mana shu mavzu bo'yicha ishladik. Bu mavzuda o'quvchilarim yaxshi ishlab, ishlarini yaxshi qo'g'dab, yuqori darajada yana shu Cumhuriyat dairasiga chiqdik. Cumhuriyatdan biz yana birinchi o'rinni egalladik. Ondan sırt Uyg'ur tili va adabiyot fanlari bo'yicha shogirdlarimni olimpiadaga tayyorlaymiz. O'zimizning nahiyada o'tdi. Nahiyadan o'tib bir o'quvchim Cumhuriyatlikka chiqdik. Cumhuriyatlikdan 2-chi o'rinni egallab, ministerning faxriy yorlig'ini oldi. Ham shu o'quvchini tayyorlig'im uchun menima shu ministerning faxriy yorlig'i bilan mukofotladi. O bo'lsa meningki shu shogirdlarimdan
көген құттығым деп есептеймін. Біздің мектепте әнді ана тілі бойынша heptilikler ötüdü. Yazgıcı şairlerimizin təvəllüdlərini nişanlap ötümüz. Muşu yakında biz Xelil Hamrayev'nin icadiyeti boyunca çoğun edebi keşfetkizdik. Endi aldığımızda planlap turgan jurttaş şair Lutful Mütallip'nin 100 yıllık təvəllüdü. Mana muşununga işçar yasavatımız. Yusuf Has Hacip'nin 1000 yıllık təvəllüdüga mektepte çoğun ziyallarını, alımlarını çakırıp çoğun bir işçar ötküzdüm. Bir yerde endi okuguçularının ki aldı Yusuf Has Hacip'nin akıl toğurluk, akıl bilim toğurluk yenki gazellerini 100, 200 aldı. Şunda yatlap, yatkı etip özlerinin çeverliğini köketdi. Muşundaq işlerim bilen yenki Kazak İcadi Birleşmesi'nin medal bilen mukapatlandım. Bulduğu yıllıkta endi bizim Kazakistan'da her bir okutulup atkan Uyghur sınıflarga bizim okuş sistemisi yenilangan bilim mezmunu boyunca okuş sistemisi özgedi. Mana 3 yıl boldu 2019 yılının büyüğüga biz şu yenilangan bilim mezmunu boyunca okup kelivatmız. Endi bizim Uyghur sınıflarga Ruslan Akam Arziyev Uyg'urshunos alim shu Uyg'ur tillik muallimlarga arnab o'zining ish tajribasini bizga kitob yezib chiqdi. Biz shu kitob bo'yicha har qandaq usullar Uyg'ur tilini dars berishda har qandaq usullarni foydalanib mana shu kitobga kirgizilgan. Biz shu kitobdan foydalanib shu metod bilan dars o'tamiz. Endi bu yerda asosan muallim yo'l yo'riq ko'rsatguchi. Burun biz ders o'tganda hamma darsni beshidan oyoq o'zimiz tushuntirib, bolalardan tushunganini so'rab oladi. Hozirgi yangilangan bilim mazmuni bo'yicha muallim bu yerda faqat yo'l yo'riq ko'rsatguchi. Bola o'qib hammani o'zi biladi. Bu yerda asosan o'quvchilarni to'p bilan ishlatish, jup bilan ishlatish, har qanday adis təsil metodlarını qo'llanish bolalarniki yangi darsga, tilga bo'lgan qiziqishini texim oshirdi. Endi 45 minutlik darsga har bir ustoz faqat shu o'tiladigan darslik bilan cheklanib qolmay, uningdan sirt ko'p izlanish kerak. Shaxsan men o'zim 45 minutlik darsga shunday tayyorlanib boraman. Masalan, bir yozuvchining ijodiyatini o'tish uchun darslikda nihoyatda qisqa berilgan. Onu keng turda o'tish uchun materiallardan izlab, boshqa kitoblardan izlanib, darsni qiziqarli o'tish uchun darsdan sirt nurg'un yangi ishlashni talab qildi 45 minutda. Albatta. 2019-yılı mushu yeng darslik 9-sınıf edebiyatıga avtor boldum, muallif boldum. Yazışta. Endi bu yerda bolalarningki qiziqishini aytsam, endi bizning ana tillik maktab bo'lgandan keyin bolalar ana tilda toza so'zlaydi. Bolalar aşı tilni o'rganib keldi ekanda, undaq bo'lsa, sizlarning maktabga Tilni o'rganib keldi bizda. deganlaringizdan qaraganda, adabiy asarlarni tahlil qilish saviyasida bo'lgandan keyin hamda haqiqatan bolalarning saviyasi nihoyatda yuqori. O'qiydi. Ularni endi bolalarni ash kitobga o'qishga qiziqtirishda, qiziqtirganda ularni ba'z rag'batlantirib qo'ysa, bolalarda qiziqish nihoyatda ko'p bo'ldi. Mana bir 2015-yilda men shu ishni qo'lga oldim, bolalarni adabiy kitob o'qishga qiziqtirish. Yangi bizniki nima bo'yicha eng birinchi shu Uyg'ur maktablari bo'yicha eng birinchi shu konkursni o'zim uyushtirdim. Endi o ishimni meniki yuqori darajada baholdi. Bolalarni kitob o'qishga qiziqtirib oldim. Hozir bizning maktabda o'qiydigan adabiy kitob topolmay ketimiz uchun izlab, o'zim haqaylardan masalan boshqa nahiyalarga berib
başqa yezlarga berip kitaplarını jığıp ballarga әкеп taqıtıp etvatman go. Şu başlangıçtan başlandı. Başlangıçtan hikaye, çöçeklerini oquşun başlaydı. 6-7 sınıfnınki yuqori poema, povest, romanlarını oquydu. Hazır endi şu aprelning axırıga, mayning 5-iga yan bir konkursini tayyorlab qo'ydim. Ballar hazır kitap o'qiydi, adabiy kitap. Kim kitapni kim ko'p o'qiydi, shu balga Grand Prix mukofotlanadi deb aytime, ballarda qiziqish paydo bo'ldi. Muallim menga kitap deb bering, muallim buni kitapni o'qisam bo'lamdi, muallim buni o'qay deb yangi kitaplarni o'qiydi. O kitapni o'qigandan keyin men shu o'qigan kitaplarninki yangi mualliflarni maktabga mehmon sifatida chaqirma. Ularninki asarlarini biz sahnalashtiramiz. Masalan, Ahmedjon Hashiriyninki Solmas gül degan hikoyasini o'qisa, bolalar bilan biz shuni sahnalashtirib ko'kitimiz. Bolalarninki endi bu yerda o'zininki san'atiga, madaniyatiga bo'lgan qiziqishi, urf-odatiga bo'lgan qiziqishi texmi ustun bo'lishga boshlaydi. Yaxshi metodlarga bu endi sek her haftadelik bir ish qitim emas, endi har kunlik maktab bu ha? Her günlük mi? Biz Her günlük to'liq 5 gün okuyumuz. 5 gün okuyumuz. Bu muntazam bir maktab degan gapda, endi bu maktabniki texmi gullab yashashini orzu qilaman. Haqiqatan mening umidim shunda ko'paydi, umidim kuchlanadi. Uyg'ur tilininki yashnab, gullab yashashi artdi. Ama sizlerin tirishchanliginglarni o'qituvchilarning bütün kuchinglar bilan masalan bir romanni berib, o romanning o'qimaganligi yoki uni qancha o'zlashtirganligini tekshirish o'qituvchi uchun nihoyatda oson emas endi. O'nchi balaninki, o balalarninki o'qishdan siz davlatçı sahnaga olib chiqdik, undan keyin yozuvchilarni chaqirib kelib shular bilan ko'rishdik. Bu haqiqatan balalarga nihoyatda cho'ng ilhom beradigan tarafda ekanda, nihoyatda o'zlashtirish. PowerPoint da badilide hemmisi ash kelgan yazgıcı şairlarning har biri o'tkazgan ishcharlarning hammasi PowerPointda badidi. Men meyet ko'rsatishga amalim yo'q, ko'kitamdim. Bo'lmasa taya dunyoning hammasi bo'lganda nimada Qozog'istonda 30-35 o'quvchi birinchi yil o'tkazganda 30 o'quvchi o'qidi kitobni. Undaq o'ylab beqing 144 o'quvchidan 30 o'quvchi eng oldi 17 kitob o'qigan. 3 oyning ichida. 3 oyning ichida. Maktab bitigicha masalan maktab bitigicha toplam qancha kitob o'qiydi bular? Jami qancha kitob o'qiydi? Endi maktab bitigicha bizning kitobxonalarda hozir Uyg'urcha kitoblar ozning o'rnida. Endi biz buni nahiyalik cho'ng kitobxonada nurg'unda bizning kitoblar. Aşağı düşüp men üzərimge yazğızıp 30-40 kitapını bir ip çıqıma. Açıqıp oquvchilar taqıtıma tizimlap. Ondan keyin ular o'qib bo'lgan keyin qaytadan açıma, yani ip çıqıma. Shunda ondan keyin Almutuda manga ziyolilar o'zlari necha kitoblarni taqdim qildi. O'quvchilar ip keldi. Shu yerga bor kitoblarni yig'ishtirib endi bir qur o'qatsa o'qiydigan kitobim qolmaydi bizning maktabda-chi. Balalarni o'qiydigan kitobim qolmaydi. Yazgıcı şairlarning yozgan kitobini bu yoqqa telefon qildi, biz akib o'quvchilar shuni elib o'qishga oldiraydi. Balda qiziqish paydo bo'lib ketdi. Kitob o'qishga qiziqishni bu haqiqatan nihoyat o'rganishga tegishli bir nima metodga, bu bolalarga kitobni o nihoyat mukammal bo'ldi, hamda bu asarni o'rganib, adabiy tilni o'rganadi, ular adabiy tilni o'rgandi. Adabiy tilni o'rgandi. Adabiy til, kitob tilini o'rganish degan haqiqatan bizning hamda nishonlangan nishonimiz. Ana til o'rgatishda mush adabiy tilni. Ana tilni qancha, qarang, ana tilni qancha puxta bilsa, boshqa tillarni shuncha ep ketadi. Masalan, hozir to'g'ri. Ba'zi ota-onalarda shunday tushunchalar bor. Uyg'ur tilida o'qigan bolaning kelajagi yo'q deb ketadi ba'zi ota-onalar. Nimishki yo'q. Masalan, o'zining ana tilini, o'zining
Yenki ana sütü bilen singen ana tilini qancha puxta bilsa, boshqa tilni shuncha ep ketadi. Masalan, men o'zimning balamni misolga olsam, maktabni, toza Uyg'ur tilli maktabni 11 sinfni a'lo baholarga puturib mana chet tillar universitetiniki ingliz tili, nemis tilini putadi. 4 yil o'qib puturib, hozir magistraturada ingliz tili bilan turk tilini o'qiyotdi. Puturdi bu yil Xudoyim buyursa. Qizim tarjimon fakultetini o'qiyotdi. U odam o'ziga bog'liq. Tilni qancha mukammal bildi, o'zining ana tilini. O boshqa tillarni shuncha chapsan yaxshi ep ketadi. Ben şunda oylayma, çünkü ben material koydum, özünün mesela Uyghur tili okşaşmış o tillani nurgun yerlerde kullanılmaydı dep sel qarab Uyghur tilini okumusun boldu, ballanılığı çekindirdi deydigan sepsete bütünley hata ekende, hem de hata göz qaraşga bu. Özünün antını qancha mükemmel bilse, ondan keyin başqa chat tillerini şuncha tez ögünüp ketadigan. Tez ögünüp Seliştirip, seliştirish iqtidori bo'ldi ekanda, seliştirip yaxshi ögünüp ketadigan. Deginingizning aytib to'g'ri, bizda işte xato bir nim bor, xato tushuncha bor. To'g'ri. Sal qaraydigancha, bu mencha to'g'ri emas. Peshqadam ve nəhayət təcrübəlik bir o'qituvchi ekanligingizni isbotladingiz. Haqiqatan bu sizlar ishlatayotgan metod, sizning bu metodlaringiz bekmi qoldi sizga. Mesela bizim Uyghur maktablarda o'qigan vatanda, lekin bundaq jiq adabiy asarlar bek ko'pdi. Lekin o'qituvchilarimizning bunchalar jiq kitobni o'qitganligini men hiç esimga olamadim. Lekin men nəhayət jiq kitob o'qigan. Biz o'zimiz bir yerlardan tepib kitaplarını okuyan, bu kitap okuş, bir tilini özleştirişte, onunki tefekkürünü terakki kıldırışta, adamın özünün ösüp yetilişi de mi, naiti paydalık. Sizin hem de 30 yıllık tecrübeniz, ballağı Uyghur tili ve edebiyat boyunca sapalık bilim beriş üçün tirişip işlişiniz, ögünüşke erzeydiğen bir ruh. Anıtıl olimpiyatlarına katnaştırıpsız ballarınızı, şundak mı? Katnaştırıp naiti yukarı neticelere erişipti. Bunu davamlaştırıp kevitipsiz. İşlerinize kutuk dileyme daim bürüsü. Teximi köp şundak anıtılını öğütüş yolunda teximi köp tırışçanlık köstüdüğalığınızga işinime. Sizge medal taqaydıgan gepkende ton kiygizip hakikaten 30 yıllık Xudoyim buyursa Qozog'istonga berip sizni ziyorat qilamiz Xudoyim buyursa. Xudoyim buyursa. Rahmat. Roşen malum, siz mektepte ballarga Uyghur tilini öğütüş üçün qandaq metodlarni işletiyotsыз, sizlarning işinglar teximi tez, çünki Ruqiya malum o'zi Uyghur tilini bilip keladigan ailede özlüğünden Uyghur tilini öğrenip kelgan ballarga öğütüp texim olanın seviyesini yuqori ko'tarish uchun tirishib ketibdi. Siz faqat bilmaydigan ballar bilan mi? Tirishingiz mumkin sinfda shundaqmi? Haqiqatan oson emas, rostga qilsak mushu. Bo'libmi bu ballar bir butun kun davlatlik maktablarda o'qib kelgan bo'lg'ashqa, hatto oxirida bularga bu o'qish rostliqi bek ancha xush yiqib ketmaydi. Charchaydi bularning nerijatdan. Shunga bular ballarning psixikalik jihatdan qarasaqmi, bu ballar asosan o'yinga amroq keldi ekan-ku. Men mushu o'zimning o'qitish tajribalaridan bo'libmi, pandemikda 2 yil izchil 2 yil qildik pandemikni, to'g'ri 2 yil qildik, qilib pandemik boshlagandan bo'lib ketdi. Mushu yaqin maktabga qaytib, shu 2 yilda dars o'tish jarayonimda shuni his qildim, ballarning psixikasi o'yinga amroq bo'lgandan keyin mushuni men mush psixikadan foydalanay deb mushu qanday qildim deganda, u vaqtida hamda bizning ballarimiz hozirgi saviyadan hamda tex savod chiqarish mazgildagi saviyada, hamda hozir bularning savodi 2 yilda chiqib bo'ldi. To'g'ri chiqadi hamda asosan savodni. Men shu 2 soat o'tdim. 2 soat o'tganda shu 20 minutda bir program yutkidim. 5 minut yoki 10 minut tanaffus berdim to'g'rida. Bu har bir 20 minutda men shu almashtirdim. Masalan,
Baştaki 20 minut, savat çıkırışını 15 minut kıldım. Bek uzak kuvvet bey bu çarçap kalmışsın dep. Savat çıkırıştı mı mesela okşaş harflerini bırak ügettim. Mesela beyni ügetkende astığı çekti çıkın artık koyuyorsak piv oldu o depçu. O bilen ulan ügetkende şu peş bilen mav peşini koymasak parıqında qağamer okşaştap turib uynaylık tezleştirip kıldım. Savat çıkırış 15 minut vaqt verdim. Arlıqda 5 minut teneffüs qıldık. Ondan keyin men qiziqsin deb shu husn xatlarni o'rgatdim. Oddiy husn xatlarni-chu. Yeziqchilik deganga husn xat qatdim. Hozir 10 minut yeziqchilik qilamiz, ya bo'lmasa 15 minut, 20 minut, ba'zi 20 minut surilib ketadi. Undan keyin madaniyat dersi deb naqsha torda qo'shoqlarni qilgizdim. O'zim bildigan naqshlarni aytib berdi. Bu bolalarda shunchalik bir ishtiyoq bo'ldi ekanchi bundaqa natda. Shu qo'l hunarvanchilik darsini qatdim torda shu mayli qog'oz qatlash hunarlarini qildik. Shuni bildigan bolalar qog'oz qatlaganda cho'qim uyg'urcha gap qilish kerak. Masalan, qog'ozni we're going to cut this paper deyaqtida bo'lmadi. Uyg'urchadan deb turib, bu qog'ozni kesimiz deb turib, tatqiqlari bilan mayli qilsanglarmi deb Veni tersi deydi bu deyme ballar. Veni çıkırış yani. Bular hatta hem de muallime kilasatda men muşnu qıpray deb şundaq talış ketdi. Uyg'urcha deysangiz qilasiz, biz qatta inglizcha aralashtirmaymiz deb turib, inglizcha aralashtirgan vaqtida shuni to'xtatib qo'yib turib, to'pturing aqig'ining deb bu shaklda qildik. Undan keyin cooking class deb inglizchada shu tamoq etish deb bu bolalar buning bek amroq bo'lib ketdi. Shu resipi va reseptlarni qilganda shu uyg'urcha ishki tuxum salimiz, aralashtiramiz, un salimiz deganlarni uyg'urcha degizib, hammasi videoni ochdi. Hatto men oshxonaga kirib, partiqni taqab, shu bola deganni aytdim torda. Shunday qilib nihoyatda qiziqib ba'zi 2 soat yetmay qoldi. Amaliyotda bizning to'r darsimiz 1 soat. Men uni 2 soat o'tdim, ba'zi 2 soatni eshib ketdi. Shunda haqiqatan bek qiziqarli bo'libdi. O tamoqlarni qiziq. Ondan keyin hamda mav maktabga qaytgandan keyin bundaq ishlarni hammani qilg'izg'il bo'lmay sharoitim yo'q, uyda cooking classdan qilolmaydi. Buning metodini yana o'zgartdim. Ondan keyin hozir hamda bolalarning savodi chiqib bo'lgandan keyin men o'yladim-da, hamda bu bolalarning saviyasi o'xshamaydi. Shu eng dastlabki bolalarga Uyg'ur madaniyati, tarix deganlarni qatmay biz oddiy o'tsak bo'lg'udak deb. Yuqori sinfga kelganda Sharqi Turkiston jug'rafiyasi hozir shuni qatdim. Ondan keyin Sharqi Turkiston tarixi, ularga hozir xattatlikni qetish oldi turma. Kichikroq bolalarga shundaylik oddiy usulda masalan o'zimizning shu ko'ktatlari turlarga bo'ldim. Ma haftada bugungi darsimizda faqat ko'ktatlarni o'rganamiz deb. Shu ko'ktatlarning hammasini inglizchasini kart bilan ekran ko'rsatib qo'yatdim. Shu inglizchasini ustiga yozma, ko'ktatninki rasmini butun uyg'urchada biz ishlatadigan tamoq etish ishlatadigan ko'ktatlarning hammani rasmini tortib ustiga inglizcha ko'rsatkini bo'ldi. Undaq bo'lsa ko'rsatdim. Boshqa ma'lumlarimiz balkim foydali, ammo she'r deb bir yer bor ostida. Ashyadan nima qilsangiz bo'ldi. Nima faylni echib olib boshdachu. Share screen. Shu men shuni ishlab, shu ana til to'piga avatdagandim, balkim ko'di boshqalar. O'zim butunlay ashta kartlarni ishlayman-chu. Qani. She'r bog'layman. Programmani o'zinglar tuzamsizlar shu vaqtida? Masalan, ma ko'rildimi? Ko'rinmadi. Ko'rinmadi. Ko'rilmadimi? Share screen qilib qilgan deymiz hozir. Hamda-chu. Ko'rinmadi, ko'ramadik. Share qilib, undan keyin avo demidi echiqliq bo'lsa, kompyuteringizda echiqliq bo'lishi kerak o'chu. Echiqliq bo'lsin, undan keyin ochgandan keyin ikkinchi nimani tanlang. 1 2 3 mundaq nim bor-ku. Odatda share screen o'tma maktabdami? Mayat nimasi ko'rilmaydi-ki. Odatda shu to'rda shu share screen qilib o'tdik butun hammani-chu. Bo'ldi, men vaqt munosiblar vaqt deb ketmiz. Demakchi, uni men shu darsdan shu to'pqa yo'llab qilib bergan butun shu Anton maktabining o'qituvchilari bor bir to'p batdi. Foydalaninglar deb. Rasmlashtirib
üstüge İngilizcesini çokum yazma çünkü vallahi asan bolke vallahi görüşküçü. Onun için şu aslı Uygurcasını yazma bütün köktatlarına hazır vallahi ügün boldu. Onun için öydeki müştak aşkanda şıltıdağın üsküller hep ayrımılan ögütüme bütün Javor, Çögün, komuş hemme isimlerini bildi. Doğuş taxta. Noğuş taxta, çoyla diyorlardı başlar. Onun için kiyim keçeklerim ayırıp kışlık giyim, yazlık giyim. Bunların arasıga onun için Uygurlarının şu özümüzden ki milli enen özümüzden Uygur kiyim keçekleri de onu öğrettim. Şu torlardan elip isimlerini tepip bazı murakkab isimlerini etaylık ertesek yedi isimlerini köstüp bu özümüzden Uygurlarının milli enenlerde tarihte beri işte kivatkan kim keçek enenimiz depçu işte ularını bırakıp gösterdim. Onun deki hatta şu kızlar, oğullar şıltıda ayrım sözler, onun deki çoğunlar şu hürmet sözleri hem şu kategoriyalar bölüp öğrettim. Onun deki hepte de bir cümle de bir nemin yolu koydum. Ma hepte de bir cümleni çokum özümüz xalığan, özümüz pişik bilaleydan bir cümleni dep kilasatı şu ders vaxtida ballağı dep berimiz. Şu cümlenin ma'nosini yeyiş berimiz deymiz. O bir o'quvchi o'zi o'rganib kelgan cümleni degandikin onun cümle so'zlarni ajratib chiqarib so'raymiz bu so'zlarning ma'nosi nima deb. Başqa balalarni tepishmoq shaklda. O tayyorlab kelgan bala o'zi demaydi, boshqalar topidi. Ashta shaklda o'yinlarni qildik. To'rda o'tganda Kahoot deb bir o'yin bor. Hem balla şunun bek kızıktı bu Kahoot oyunda ne çıkıl tallashni berip şu videoga qarab turib tallab kim baldır tallab olsa kimning javobi to'g'ri bo'lsa yuqori nomer oldichu eng yuqori nomer olgan balaga mukofot beribman. Ondan keyin shuna o'qish musobaqalarini qilamiz. Kim yaxshi o'qisa, kim oldingi qatorda ravon o'qiy olsa deb shu har xil metodlarni ishlatamiz ham dars vaqtida. Mening demoqchi o'g'lim şu mındaqlam herib chiqiriblam o'qiyman o'qiy deb qo'ysa bu bolalarda qat'iy qiziqish bo'lmaydi ekan. Bo'lmaydi. Bir saat ders o'tish uchun ba'zi 2 saat, ba'zi 3 saat material to'playman. Hozir Uyg'ur adabiyot darslari deb materiallar chiqibdi. Shulardan yaxshi parchalar biz olaman. Undan keyin shu Uyg'ur o'zimizning qomusidan xalq ig'iz adabiyotini cho'chaklarni aytib, hatto cho'chaklarni uyga berib, aytib sizlar shuni o'qib ovozinglarni menga avatinglar deyman. O'qib shu ovozni avating. Uning ota-onalarga deymaslar, endi o'tirib shunga mas'ul bo'lsizlar. Undan keyin shu kartlarni ishlaganda ba'zida inglizchani qo'ymayman ishlayman. Ota-onalarga deymaslar, yo'q Uyg'urchasini qo'ymay ishlayman. Ota-onalarga deymaslar, endi o'tirib inglizchasini sizlar o'qib bersizlar. Bu balla sizlarga Uyg'urchasini darhol deb beradi. Ota-onalar bu tam shu ovozni avatadi. Masalan, tree desa, apsi daraxt deb balaning ovozi chiqadi. Shunday shaklda ota-onalarni shu bolalar bilan birga vaqt ajratish ozroq bo'lsa imkoniyat bo'ldiki bu bir vazifa deb qildi lekin parents children bundaq birga qo'shilib bir projekt qilgan bir hisob bo'lib ota-onalar bunga qiziqdi. Ashta shakllarni qilaman. Undan keyin naqsh musobaqalarini qilamiz. Uning birinchilik erishganlarni mukofotlaymiz. Bundaq turli qilgandan keyin bolalar nihoyatda qiziqib voy Ro'shan malimning sinfiga men kirsam bo'pti-ku deb shunchalik ham bolalar ig'iz-ig'izga deydi-ku biz undaq qilyapmiz, bundaq qilyapmiz, endi boshqa sinfdagi bolalarga deydi ekan. U biz ma'lumlar o'zaro fikr almashtirib qilamizchi biz mundaq qildik degan keyin hozir butun maktab bo'yicha hamda shunday bir sistemaga kirdik biz. O'sha o'yinlashtirib qilaylik, undaq bir besim qilmaylik. Bolalarning haftada bir bo'lgandan keyin bu universitet aran 2 soat, tanaffusni chiqarsak 1,5 soat. Bunu qanday qilib mushta unumli foydalanamiz degan metodlarni izlanib qilyapmiz. Ota-onalarmi bak yaxshi moslashadi. Hatto ba'zi ota-onalarning shu bolalarning so'ragan savollarini ovozliq avatdim. Ota-onalar savol so'raydi. Qomusni o'qib bo'lgandan keyin buni nima tushundingiz? Kichik xalq ig'iz adabiyotlaridan, maqol tamsillardan hatto. Ba'zi vaqtida shu maqol tamsillarning inglizlar, amerikaliklar deydigan maqol tamsillarning bizga tushadiganlari bor ekan-ku. Şu İngilizce maqal temsillarni men manda bir gap bor inglizchada, mushuni Uyg'urchada bizning mushunga tushadigan maqal temsilimiz bor. Bu nima siz o'ylashib keling deb avatdim. O bolalar hargiz uni bu saviyasini bilmaydi. Uni cho'qim ota-onalardan so'raydi. Meningki maqsadim endi mush ota-onalarmi mushunga kirishsin deyman-ku. Deganki u bolalar uni tepib keldi. Ustulik bilan
Bazı vallahi tapama keldi, bazı hata tepip keldi o. Demekçi, endi biz atalardım aşı İngilizce okup durup bu qaysı tushdi degan bilemeydiganlarımız barçu. Ondan keyin ma'noda so'zlarni o'gitma, masalan, xushal bo'lish, suyunish, mushu so'zningki qancha xil turi bor deb. Aşı ma'noda so'zlarni tepib olganki, mushuning inglizcesiningki masalan happy deganda enjoy degandakchi, glad degan mushlarni yeniga selishtiringlar deyman. Shu vaqtida bir uyg'urcha 3 ma'noda so'z chiqqan bo'lsa, inglizchada ba'zida 7-8 ma'noda so'z chiqib ketadi. Bununla lügat aktarsanlar buldu değil mi? İngilizce'de hazır hem ballarının telefonları var. Bulup ma çoğun sınıf kaçına şıldı değil mi hazır? Telefonu qarab, happy degandan keyin manda so'zni qanchasi bor ekan desam topadi. Uyg'urcha yozsam 3 chiqadi. İngilizce'de 7'si ben 8 chiqadi. Shuningdek bu İngilizceninki buningga ma'no so'zlar bak mo'l ekan degan bular bilib oldi. Ba'zi bizning Uyg'urchada jiq chiqib ketadi, İngilizce'de az chiqadi. Qisqa qiliq selishtirib ballarning kallasiga o'rnabli qoldi ekanda bu. Mush usulni qo'lnima. Shu inglizcha tili bilan so'zlash ba'zi tushuntirmasak, ballar tushunmaydi. Shuning uchun men inglizchani yana cho'qim qo'yib turib, hatto bir hikoya esammi, eng avval shu hikoyada masalan 50-60 so'z chiqqan bo'lsa, har bir so'zning ma'nosi birdan inglizchaga tarjima qilg'izaman. Tarjima qilib bo'lgandan keyin burunqi zamonda deganning ma'nosi zamonda degancha bo'lsam deyamaydi ba'zi ballar. Deganki ben İngilizce mundaq deb birman shunga ballar masalan istiqlol marshiningmi hatto o'rgatgan vaqtida shu ma'nosini bilmay turib o'rganibdi ballar. Yatlab olibdi-kanda ballar. Yatlab olganki men so'radim, bu so'zning ma'nosini bilib yotildinglarmi desam no deydi. Bu so'zning ma'nosi mundaq deb astig hammasining inglizcesini yezib birman shuning uchun. Yezib chiqarib berganki ballarda shunchalik tez tutib olish bo'ldi ekan, so'rasangiz darhol javob berdi. Bu vaqtida so'z boyliqi mashidi ekanda, kichik cho'chaklarni mashta qilaman. Ma'nosini inglizcha deb berib, undan keyin bir 2 oy o'tgandan keyin so'rasangiz ballar unutib qolmaydi. Darhol javob berdi. Bu 2 yilda ballarning saviyasi shunchalik eshib ketdi hamda mush metodlarni ishlatish orqali hamda hayron qolarlik darajada oshdi deydi. Ata-onalar bek buning nim qildichu, bu ballar bek tez o'rganib ketdi deb. Hakikaten yenilikçe aytımı can pedalıq bilen nurgun yeni metodlarını çıkarıpsız. Sizin tarifinizni anlagan, talaş tartıştı qalgan oqutquchi depçi. Hakikaten şu talaşqınçı bayke. Bayır Uqiya hanım sizge özаңlar dersin, özаңlar tüzemse de bir sual soragandı. Demek bütünley özünüz tüzsüzken de bunu ya. Men maş bütünley özüm oturup kompüterin aldıda acayip tüzüytüm hem de onun hemmini saklap aldım. Keyin çokum bunu bir kitap qilib chiqarman depçi. Şunda qılın, naytan faydalı. Qalbim bilan ballar shuni o'rganib deb vazifa deb o'ylamayman. Mush meniki vazifa memda lekin bunday qilib bilan tugitadigan bir 2 soatni tugitay demayman. Mush ballar qanday qilsa mushni tegidan yaxshi egallaydi deb shunda kirishib turib o'gitaman-da ballarga. Hakikaten bütün gücünüz bilen, bütün zehniniz bilen ögütüp etipsiz. Köp rahmet. Hakikaten yeni mağnayet yenilik tuyuldu sizin kullanılan metodlarınız için. Ögünüşki tegişlikке. Bu ekrandan bu metodlarını sözlep berginiz bek yaxşı boldu. Köp rahmet. Bulma tamak yetiştiçi vallahi bek chiqmasan o'rganib oldik. Malum klasatda men pancake pishirib beray desa, ash pancake ait bütün hamma so'zni uyg'urcha bilib kelsiz bo'lmasa, boshqalar chiqadi o'rningizga desam, ashni o'rganib keldichi talishib turib, atalar menda turib etishmadi. Bu bek yaxshi qiziqarli bo'ldichi. Yana bir narsani topdim ras, biz dala saylisim qilamiz ba'zida. Onu bek paylık ballarga. Dala saylisi qilgan vaqtida shu dala saylisini ko'rgan narsalarni kelib o'zlari yanondan keyin hamda bu yezish savodi chiqmagan ballar uyg'urcha yozolmaydi. İngilizce yozinglar deyman. Nima ko'rdinglar, nima qildinglar, inglizcha yozinglar. Yozib bo'lgandan keyin kelib shuni inglizcha bir sonlar o'qib birsizlar, bir sonlar tarjima qilsizlar deyman. Har bir bola har xil narsa yozdi ekan-chi ondan. Birisi o'qiydi, yana bir saboqdashdan so'rayman, hozir men deganni siz tushundingizmi, uyg'urcha deb boqamsiz desam, tatlashtirib turib deb birdi. Shunday qilib bilmaganlar qo'shidi. Bu bir qizg'in bir kayfiyat bo'ldi ekan-chi dars vaqtida.
Köp rahmat. Nurgun vaqtыңызды bununğa ajırtıp, әмді həpdə axırı siz işləvatqan bolğan ki, həpdə axırı iki qimmatli günüňiz var. Şunun birisi dərs ötsüňiz, yana birisi de bütünley muş işler bilen meşgul bolupsiz endi. Millet sizlerning qılatqan ejriňlarni bilidi. Bayı bir nemi bir qarinişimiz edipdi. Rabigülgüm ton kiygiziş gerek depçi. Hakikaten Rukiye hanımgımı, Roşen hanımgımı, Rabigül hanımgımı ve bütün şu ana til sahasida pedagogarlyk bilen can pedagoglyk bilen işläwatgan bütün okutgoçlarımızga qançalyk qısak arziydi. Qançalyk qısak arziydi. Hudaýym buyursa ton kiygizip, medal, altın medallarını takap şuna qıldıgan günlerimi kele. Bizim köňlümüz sizler bilen. Ämdi köp rahmat. Metodlarni bir sözleşdik. Näet paýdaly metodlar qollanyp bizning okutgoçlarımız özüninkü muş ana til sahasidagi töhpesini qoşup etipdi. Ämdi çokum bunçuvalar netijelerni qolup geldi. Şu nurgun yürekini sərf qıldыңlar. Rabigül sizden başlaylı. Uçuran kıyınçılıklar nime ämdi? Muşunu kıyınçılıklar çokum bar dep oýlaýman. Hazır 1 saatni eşip ketdi. Rukiye hanım sizin yaman keç op ketdi. Uykunuz kelmegende. Yana bir azrak bir neçe minut yana dawamlaşdyryp onu çekdemiz. Makul. Endi men özümni epeysam, aslında hazır biz uçurawatgan kıyınçılıklar öz wagtydaki memtili tevfiqat endi Ayhan anılar uçurgan kıyınçılıklar aldyda hiç nim emas endi. Bu biz erkin dünyada yaşawatgan muhaciratdaki ana til okutgıçlarynyň endi bu kıyınçılıklar bilen ularning uçurgan kıyınçılıklary seliştirgili bolmaýdy. Ama lekin yani şu kıyınçılıklar barmy çokum bar çünki aldymyzga kelgen balalar sewiýeje farkly, andan ailedeki marif terbiyesinin okşaması tutaydılar. Her xil seviyedeki balalar bilen uçuruşumuz. Mesela ben dastlapki balalarım bilen uçurashgan wagtymda en kıylanganlıktan balalarınki özümüzün tarihi medeniyetiga bolgan tonuş jätki farkly. Bir qatym fakat isimden çıkmaydı. Uygur tarixideki meşhur şahslardan 5 kişinin ismini yazıp bakamsizlar dep sorsam 7 bala bütün İslam tarixideki Muhammed Aleyhisselam ve Hazreti Ayşe anamızın yazıptı. Ben bunun hoşal boldum biliş gerek ama ben hukumni ayadi bala Ankara'mdı da. Şuna aşağıda pek köňlüm yerim boldu endi bu qandaqly bolmasun bu antil markada bu özlük ýeňe özümizin milli medeniyet tarihini çokum aldın katarga koyup turup ders berişimiz gerek. Muş jätden balalarning tiliga mas keldigan ana tilidagi okuşluklarning bu kemçil boluşu bu bir çoň boşluk. Endi bunu hergizmeli bütünlay aileге yoki başka sebeplerge baglap goýguly bolmaýdy. Şoňa muş jätden hali jiq kynçylyklar boldy ama hazır endi bu kynçylyklar barbara hal bolýardy. Andan keyin ýene bir umumyüzlük ähwal ata-analarnyňki ana til marifyga, ana til marifynyň ähmiýeti, muhimligi toğrusynda ýeňiň tolyk ýetilmesligi bu memleketde jiq tosalgylarny etkeldi. Nurgun ata-analar oýlaýdy biz balalarymız fakat şu ana til mekdeplerinde otuş gergini koşup yazışni, okuşni öğrenseler ana til bilgen boldy dep oýlaýdy. Lekin ähwal onçilik addi körüngünde undaq asan iş emas. Vatanda şu ana til şerpige bir ömür hizmet kılıp, ana til eserlerini yazıp, ana til tadqiqatı bilen şoğlanyp, hazır ömrüniň en qiran, en şundaq güzel mezgillerini lagerlarda, türmelerde ötküzüp atgan şu ziyadilarımızı oylasak, bu hazır köstüp atgan tirişçilygymyz hiç nime emas. Olar şu bir ömür bedel töläp, yaşlykyny, bütün hayatyny sarqyp yazgan şu eserlerini okup düşüneligidek, şu eserlerini okup tefekkür kılaligidek bir türküm awlatlarny yetiştirişimiz gerek. Bunun üçün nokul ana til mekteplerle yoki aileler emas, bütün muhaciratdagi Uygur cemiyeti bir niyet, bir maksatda güç çıkarış gerek. Yani bu bütün bir cemiyetning mesuliyeti. Kıyınçılıklarını dep kelsak, kıyınçılıklar hakikaten köp. Yani mening hazır jes qalgalarym müşterek kıyınçılıklar. Rukiye hanımның kıyınçılığı nemeki anlap baksak?
Men bu 30 yıl işlep ondaq bir eğer kıyınçılık uçurdım dep oylamayman. İş tecrübemde, okutuşta, balla, bilim berişte. Bunu anlattığım hoşal buldum. Ama siz özünüzü atıp etkeşke bu sahaya geçiyor. Ondan keyin abiyamı dep ötüp ketdik. Sizden aldığınız kelgen ballar şakırlap Uygurcunu sözlep turgan ballar boğaşka. Siz bütün özünüzdeki oyluğalarınızı uyguladığınız ballar geçiyor. Kitap okutup, şiirlerini yatıgızıp, edebi tahlillerini kırgızıp, bu amdi her okutqucuğa bolma diasporadaki, sırtki vatan sırtidagi her okutqucuğa nesip bolmaydigan bir baxtga sizning qo'lingizdagi hozir. Aşındaq ballarni ballar kelsa bizning okutqucularımızmı nimalarni qildatdiki ha? Ama bizninki endi Qozog'istondan boshqa yerdagi, Qozog'istondami balkim sizning rayoningizdagi Uyg'urlar ko'proq o'ltiraqlashib yashashga shunda boshqa yerlarda biroz chechilib ketgan Uyg'urlar shu yerlarda endi ba'zi qiyinchiliklar bo'lishi mumkin. Onun için ballarımızın üstündeki jükmün ait eğer Uygur ballarımızın üstündeki mesela Kazakistan'da Uygurcunu biliş gerek, Kazakçını biliş gerek, hem İngilizce nemen bağışlarda Kazakistan'da. Onun için Rusçunu biliş gerek. Bu hem de ballar küçük vaxtıda nurgun nəsə ip getələydik, metod doğru bolsuçu. Bu hem de kelgüsüde Uygur ballarınınki şu til kabiliyeti cihetten başka milletlerine besip düşürgen bir teripimi boludu dep oylayım. Bu hem de Uygurlar has bir nemimi ki 1000 yıl burunga qarsak mı Uygurlar da poliglot dep koydum ama tilşünaslıkta köp til bilgen adamlar köpçü yaşagan bizninki coğrafiyamız medeniyetle uçuraşkan İpek yolu boyuğa joylashgan boğaşqa u yerda azal-azaldan tijoratchilar kelib, mayli arab tijoratchilar bo'lsin, farslar bo'lsin, Vizantiniyadan, g'arbdan kelgan bo'lsin, Osiyodagi cho'ng davlatlardan kelgan bo'lsin, shu nurg'un farqli madaniyatlarni, farqli tillarni nihoyat burunli ko'rib, ularning tilini o'rganib, shu tijorat yo'lida, tijorat qilish jarayonida bizim vatandan battığı şunda İngilizce yaxşı bildiğim bazarda ticaret kıldığım ballar. Bir yıl bolcuq basam hem şakır Rusça sözlep getipdi. Şunçilik Rusçanı tez öğünüp aldığım şunda bir kabiliyetimiz var. Şu yıllarda şundaq deyəm də hazır bazı mecburiyetten, bazı şu şaraitdən qarasaq ballarımız ne çıxıltını bırakla öğünüp çıkıp muşunda heytili ortada. Hem de bu sizlerin ecrinler, bütün okutqucuların ecrinlerine ait köp muşunda buluşu da anıtılınınki muşunda davamlışı da yana bir cihetten ballarımızın özün kızgınları, onun için aileninki Uygur ailelerinin, ata-analarınınki kızgınlığı, tırışçanlığı muşunun neticesi. Bu daim buyursa bu cihetten ben şunu dep oylayman da okutqucularımız mening köz qarşıma qoşulamdı ki ballarımız hazır qiynalıyatqanda qilgan bile çoqum kelgüsüde qaysi kesipte okusun abiyam Ruqiya xanım deganga o'xshash özünün ana tilini yaxshi biladigan ballar keyin boshqa kasblardami shunda nima bo'ldi natija qozonishi yaxshi bo'ldi ekan. Ben bu şuna bir misalni, canlıq bir misalni ko'rsatatsam, mening bir o'quvchim borki, Gollandiyadan qatnashayotgan. O'tganda apasi menga o'quvchimning Gollandiyada maktabda yilliklar bo'yicha asar yozish musobaqasida 2-darajalik mukofotga erishibdi. Ya'ni Gollandiyaning yerlik tilida yozgan asarni. Shunga men bu o'quvchim tabrikladim. Bak xaltis bir ish qilibsiz deb tabriklasam, o'quvchimning menga bergan javobi shu. Agar men Uyg'ur tilini bundoq tirishib o'rganmagan bo'lsam, ana tilimni yaxshi o'rganmagan bo'lsam, Gollandiyacha men bundoq bir yaxshi asar yoza olmaydim muallim deb. Demakki 8 yani o ballarning texi tafakkurini texmi uyg'otadiki amaliyotda ko'p tilliq bo'lish. Shunga buning amaliy misollarini, natijalarini ko'ryapmiz deb o'ylayman endi. Mana natijasi berishga boshlabdi. Natijasini berishga boshlabdi. Ruqiya xonimi Etip ketadigan narsa endi biz Qozog'istonda yashayotgandan keyin Qozog'iston mustaqil davlat bo'lib tayinlangandan keyin davlat tili qozoq tili bo'ldi.
bizden. Hı. Barlıq sınıflağa anda Қазақ тілі пәні кіргізілді ғой. Балаларымыз Uyghur tili bilan birga Қазақ tilini shundoq yaxshi o'zlashtirib ketdi. Har qanday mushoiralarga, har qanday o'tkaziladigan festivallarga qatnashadi. Masalan, bizning maktabda bolalar shu ana tili bilan birga davlat tilini shundoq mukammal yaxshi o'rganib chiqyapti-ku. Hech qanday bir to'solg'usiz tilni yaxshi biladi. Her bir mesela men her bir dersga kirganda baloq shundoq aytamanda başta aytib o'tgandim-ku, o'zining ana tilini qancha puxta bo'lsang, boshqa tilni shuncha ep ketsa, rus tilini, qozoq tilini, ingliz tilini shundoq ep ketsa, ana tilda qancha nachar o'zlashtirsang, o tillarni julib ep ketameysizlar deb, shundoq deb bolalardan shuni talab qilmizchu. Madaq Tazı Uyghur mektubu bo'lgan bilan yangi davlat tili qozoq tilini shundoq yaxshi o'zlashtirgan bolalarchu. Hem Uyghur tilini hem qozoq tilini shundoq yaxshi epmangdi bizning. Shaxsan bizning maktabda. Ashuningga men hayron qoldim. G'ay vaqtlarda nima bir nimalarni yozilganda qozoqchani nima qilib ketdi muallim buni qozoqchaga ketib qoldim, uyg'urchaga tarjima qilib qanday yozib etma deb tarjimasini so'rab ketadigan bolalar uchrashadi-ku, qozoqchaga ketib qolib. Qozoqcha bilan uyg'urcha belki boshqa. Qozoq tili davlat tilini endi bilish shart-ku baribir. Hamma narsa hozir bizning hamma narsa shu qozoq tilida ma'lumdi. Biroq endi bu bo'lsin bizniki yangi davlatimizningki uyg'urlarga ko'rsatib bergan bir yaxshiligi, mumkinchiligi o'zimizniki yangi ana tilimizda o'qiymiz, ana tilimizda so'zlaymiz, milliy nashrlarimiz bor, gazetlarimiz bor, Cumhuriyetlik Uyg'ur ovozi gazetimiz bor, Aziya bugun gazetimiz bor, nahiyalik gazetlarimiz bor, Uyg'ur teatrimiz bor. Mana bu bo'lsin bizniki qozoq qarindoshlarimizning bizga yangi ko'rsatib berayotgan bir mumkinchiligi deb o'ylayman. Shu fursatni yaxshi foydalanishimiz kerak. Bu shu fursatni yaxshi foydalanishni bilishimiz kerak. Ma temaga qiziqayotgan bor Mag'firat xonim. Ma qiyinlayotgan masalalar degangacha. Endi bizniki mushu hal qilish yo'llarini mi David tanlaysiz? Bizniki mushu endi men boya aytib o'tdim, mush 1 soat darsni tayyorlash uchun bizning qanchalik mushunga kirishligimizni. Masalan, mush materialni tayyorlab beradigan bir kompyuter bo'lsa deb o'ylayman ba'zicha. Mushu o'yinlarni o'ynatishda mushu Amerikaning maktablarida men tayyorlik sinflarida dars o'tgan. Bularninki shu qarab turiblar o'qituvchilar qiladi-ku, shu materiallarda jiq bularninki. Ma o'yin o'ynaymiz edi, shuni qiladi. To'r o'yinlarim bor. Bizning mana shu crossword deb mundaq harflarni tizib, mundaq qisaylik bir harf chiqadigan, masalan, 30 kartında tizib qo'yib qalayimqan qilib etib, mundaq qisa arasidan harflarni qasib harf chiqadigan o'yinlar bor. Aşı oyunu men söz oyunları ya. Söz oyunları, harf tepish oyunları, puzzle deb qo'ydi, qurashtirish oyunları. Shuni men o'zim yasab baqdim-chu. Ashni yasash ishlab baqdim. Ishlash uchun ba'zi yarım soat, ba'zi 1 soat ketdi, birini qilish uchun. Shu biz ashni qilgan zehtimiz, vaqtimizni, masalan, shu ma'rif komitetining maxsus bir ashna material ishlash, tayyorlab berish gruppasi bo'lsa, bizga tayyorlab bersa, biz ashni bolalarga o'rgatsak, singdirsak, ash bizning vazifamiz yenikladi-da. Hozir biz hamda shu o'zimiz qilayotgan ishni hammasini o'zimiz tayyorlaymiz, to'g'ri qaraymiz, izlaymiz, chaplaymiz, kesimiz. Hatto maktablarda o'quvchilarga masalan chaplash, kesish, sizish, shu proyektlarni qilg'izay desak, material oz. Buning mablag' ketadi-ku o'ylsamchi, bakcha iqtisod ketadi-ku. Shu hamma narsani ekilish uchun iqtisod ketadi. İqtisod kamchil bizga. Undan keyin buning mablag' silish kerak. Undan keyin masalan shunchalik yaxshi ziyolilarimiz, arboblarimiz bor muhojiratdimi. Bularniki kelib dars o'tib berishi bek yaxshi dasli. Bizning maktabda hamda masalan ma'rif kasbda o'qigan member. Başqalarında shu ishdan sirtqa kelib dars o'tib berayotgan yoshlar, masalan oliy maktabni bitiriblar,
yenip kelgan o'qituvchimizning ikkisi bor. Ularninki Uyg'ur tilimi ba'zida aralashib qoldi, 100% emas, mishada cho'ng bo'lgan bolalar ular. Ana tilini ashmush maktablarda o'zlari atalari o'rganib chiqib, o'qituvchi kamchilikdan maktabga kelib bizga yordamlashib berdi. Shularning o'rniga masalan peshqadam o'qituvchilar, ma'rif kasbida o'qiganlar, til tadqiqot qilganlar bor-da atroflarda. Ularning vaqti yo'q. Shuning bizga o'qituvchi kamchiligi deb o'yladim, mablag' kamchiligi deb o'yladim. Undan keyin yer kamchiligi dedim. Biz hozir bir yana ijara olamiz, o'sha ijaraga yana maktab ishlatamiz. Sinflarimiz shunchalik kichik, o'quvchilar kelaydi, patmaydi. Shunda mushu narsalarda biz qiynalamiz hamda-chu. Shuning material ishlaydigan bir ishni o'ylasak, Uyg'ur komitetidan, akademiyadan mablag'larni o'ylasak, buni hal qilish pek oson emas. Mening o'ylaganlarim bu. Undan keyin mush atallarning moslashishimi ba'zi qiynalamiz biz. Men ham o'zim atallarning aqqiga kirib, mush ayrim telefon qilib, uchir qilib, ash nim qilmanda hamda mani qilsak ko'pga o'qima balangiz mani nim qildimi, dars vaqtida manda shu bo'lgandi deb qilmoqchilik bu atallarmi ham shunchalik aldirashgan keyin haftada bir qatim berib bolalar o'qib kelsa, qaytib kelgandan keyin o'zlarininki normal hayotga kirishib ketadi. U bolalarninki ana tilni nima o'rgandi, masalan, kelasi yakshanbagacha mancha kun darsini qapti, o'tgan soatnikini o'rgandingmi, yo bo'lmasa ma'lum qanday ishlar bor deb moslash ozchu bizda hamda. Biz o'zimiz aql kirib, mening xarakterimda o'zim aql kirib turib qilma. Shunga o'qituvchilarning mana bir fikrlarim bor, ba'zi ota-onalarning moslashini kuchaytgan bo'lsa, bu maktabda biz kuchsak, ota-onalarni tan kuchish bersa, ota-onalar buni ko'ngil bo'lsa, buningki oxirgi natijasi yaxshi bo'ldi-da. Bunun olgan hosilotimiz bak yuqori bo'ladi. Nayte haqiqiy qiyinchiliklarni dediniz. Haqiqatan aslında qiyinchiliklarimiz bor. Ama bu burunqi qarg'a vaqtida texmi yaxshi hal bo'lish yo'liga kirdi deb o'ylayman. Hozir hamda ana til komiteti bor, ondan keyin Uyg'ur akademiyasininki texmi kuchlik mushu ma'rif jihatdan cho'qim bu qiyinchiliklarni hal qilish uchun siz degan o'xshash mablag' bo'lish kerak deb shunday ayrim bir komitet qurib buni hal qilishga tirishyotdi. Bizningki o'yin kitoblarimiz bo'lish kerak. Abiyam siz dedingiz qo'ymish. O'yin kitoblar ham sistemli bir kitobimiz bo'lsa, ama vatanda chiqdi-ku deyman Uyg'ur o'yinlari deb. Ama bolalarga uyg'un bolalar o'yinlarini yana ayrim balkim shu chet eldagi bolalarga uyg'un qilib yana bir kitoblarni yozish kerak bo'lishi mumkin. Yozsanglar men qatnashib qilish bermaydi turib. Bundan keyin siz degandek o'yinlar nima so'z o'yinlari bor-ku, so'z o'yinlari, puzzle dedingiz. Shularga nim qildigan, qurashtiradigan, buzadigan ashundaq narsalar, ash o'yinlarni cho'qim qilish kerak. Har bir ash o'yin kartaning ustida Uyg'urcha yozilib shunaqa qilsa, o texmi yaxshi bo'ldi. Hamda buning uchun planlar bor. Bu qiyinchiliklarni mush sohada ko'ngil bo'lib kelayotganlar, mush sohaga ma'rif ko'ngil bo'lib kelayotganlar hammasi his qiliqliq, ko'rib turug'liq. Xudoyim buyursa, hamda bizninkiligi maddi jihatdagi imkoniyatlarimiz yar bermaydi. Onunki odam kuchimiz hozir yana pek az odam kuchi, yetishgan odam kuchimiz shu sohada. Bundan keyingi yoshlarimiz yaxshi yetishib kelyotdi, hamda ular bir qo'lliq bu ishning bir uchini tutish kerak yoki o'zlari bir qo'lliq qilish kerak bu ishlarni. Shu qo'shinimiz ko'paygan vaqtida bu masalalarni asosda hal bo'lib ketyotdi. Lekin hamda hozir sizlarningki ekranda o'qituvchilarga vakil bo'lib chiqqan shu 3 o'qituvchimizning qilgan tirishchanliklari anglatgan o'zininki amaliy ishi bilan Uyg'ur ana tilini o'rgatish yo'lida singdirayotgan ejri mencha nurg'un Uyg'ur yoshlarni, Uyg'ur ota-onasini, Uyg'ur shu ma'rifga cho'qim hamda ko'ngil bo'laymi, qanday qilay deb o'tirliqda qolganlarni ta'sirlantirdi deb o'ylayman. Bu ish bu hammamizning ishi. Bu ish butun millatning ishi, bu ish vatanning ishi. Chunki bir til, bir millat, bir til, bir vatan. Bu nima degan gap? Bu tiling bo'lsa ba'san, tiling yo'q bo'lsa, yo'qolib ketsa yo'q degan gap. Bu tarixdan shunday bo'lib ketdi. Biz hamda bu tilshunoslikning nazariy narsani o'qib kelyapmiz. Bu dunyoda nurg'un misollar bor-da buningki.
tilini yo'qotib qo'ygandan keyin o bir kechada yo'qolib ketmaydi o millat, yana yashaydi, lekin boshqa millatlar qo'shilib ketadi, boshqa millatlarninki madaniyatini singib ketadi. Hamda yo'q bo'lib butunlay balkim nima qilib ketishi notayin, ammo asta o millat boshqa bir millat bo'lib o'zgarib ketadi. Bu hamda tarixdan bu yan necha ming yillik tarixdan bu yan nurg'un millatlarning singib ketganini bilamiz. Tilini yo'qotib qo'yganligi uchun bu madaniyatda til birinchi o'rinda deyishimizning sababi bu. Sababi shu. Shuning uchun bugungi suhbatimiz biroz 1,5 saatini eshitdi. Endi senin oxirgi so'zlaringlarni alay, oxirida deb qo'ymoqchi bo'lgan so'zlaringlar nimalar? Kimdan boshlaymiz? Ruqiya xonim. Arzu istekleriniz Uyg'ur xalqidan, Uyg'ur ma'rifidan, Uyg'ur yoshlaridan bo'lsa, marhamat. Mənim deməndi. Məxbərət xanım bugün muşu uçuruşqa meni təklif qılğanınızğa nəhayət xursand boldım. Çoğ rəhmət sizə. Biraz bolsunmu qarindaşlar bilan özlərimizin iş təcrübələrimiz bilan bölüşdük. Endi meniki deydiğim muşu ana tillik mekteplerninki balalarning soni o'saversin. Endi bizde yaxshi taraqqiy etdi, yaxshi har holda yaxshi kundan yildan yilga o'sish bor deb men boshqa so'zimda aytib ketdim. Nima deyman endi? Buning buyog'iga qutlayman. Kechiring, sizga bir savol bor ekan, Ruqiya xonim. Shu savolni so'rab o'tay. Ruqiya xonim so'zlaringni anglab pek xursand bo'ldim. Rahmat. Bir savolim bor debdi. Siz nurg'un romanlarni o'qidingiz, she'rlarni o'qidingiz dedingiz. Bu asarlar qaysi yezikda yozilgan asarlar? Uyg'ur kon yezigimi yoki Slavyan yezigimi? Bu kitaplarni nereden topalaymiz siz degan kitaplar debdi. Bu kitaplarning bir nechta ismini bersangiz agar. Ma'qul, men sizga WhatsApp orqali bu kitaplarninki tizimini aytib beray. Endi bular bizda bor kitaplar. Hozirgi vaqtda bizningki ziyolarimiz burun yozgan kitoblari endi hozirgi vaqtda yildan yilga yezilyapti, yangi asarlar, yangi roman, povest, poeziya janrida bo'lsa she'rlar, to'plamlar, bolalarga bag'ishlangan hikoyalar. Mushu oxirgi vaqtlarda endi nurg'un yo'riq ko'ryapti. Mushu yaqinda bolalar adabiyotidan Avtaka Mesimovninki burunda degan bolalar uchun cho'chak kitoblari chiqdi. Undaq cho'chak kitoblarni bizning bolalar nihoyat qiziqib o'qiydi. Talishib o'qiydi. Endi u kitoblarninki qayerda qanday qolgan bo'ldi desa, men sizga WhatsApp orqali ularning tizimini aytib beray. Agarda kerak bo'lsa. Mushu videoning ostidagi nimalarni ko'rsangiz, ya'ni baholar borchu, shu baholarni shega yozib qo'ysangiz bo'ldi. Ko'pinchimiz undan foydalanamiz. Texnik ko'p odam foydalanadi. Menga avasingiz bo'ldi, men qo'shib qo'ysam bo'ldi. Bu kitoblar Slavyan Kiril elifbasi bilan deymi? Shundoq bizniki shundoq yozilgan. Texi hozir endi latinchaga o'timiz deyotdi, Qozog'iston texi o'tmadi. Ama kon yeziq Arap elifbasi asosidagi kon yeziq emas. Ko'p rahmat. Endi asosda Arap yeziqi. Ügünvatqanlar bağu siz tilga olgan masalan Alimjon Hamrayev, Ruslan Arziyev bularning to'pisi monayti zo'r. Undan keyin siz shoirlarning, yozarlarningki, yozuvchilarning shu Uyg'ur tilida nurg'un asarlarni yozganligini dedingiz. Bu monayti muhim. Shoirlarimiz, yozuvchilarimiz, ma'rifchilarimiz, ziyolilarimiz biz uchun nihoyatda qimmatli. Bular bo'g'ashqa ama bolalar tayyor kitoblarni elib, işte o'qiyotdi. Ularga rahmat aytaman.
Rahmet. Bundaq bolsa, Rabigül'ün jürek sözlerini alaylı. Şimdi mening muajiratdagi ata-onalarga, qarindoshlarga deydigan yurak so'zim. Bizning bir shuarimiz bor, ya'ni har bir oila bir ona til maktabi bo'lishi kerak deydigan. Menimcha butun Uyg'ur oilalarining bir ehtimomisi mushu bo'lishi kerak. Andan keyin har bir bola, har bir oilada bola chuqum ota-onasiga mutlaq Uyg'urcha gap qilishni bu balanın kichik vaqtidan boshlab singdirish kerak. Bu bir hamma narsa oiladan boshlanadi. Ana til qo'g'dashni va buni bundan keyingi davomlashtirishning oldingi va zarur shartlaridan biri. Ondan boshqa endi muajiratda biz haqiqatan bak qiyin, bak alayda bir ahvolda turyapmiz. Bo'libmi 2016 yildan keyin endi Uyg'ur tili, Uyg'ur madaniyati bir kutilmagan xirisga duch keldi. Hammamiz buni tayyorliksiz holatda bu xiris bilan uchrashdik. Shunlashqa endi tayyorliksiz holatda endi bugungi endi bayatliq aytib o'tgandek xil ko'rinarli adam suyundirgan natijalarimiz o'tirg'a chiqyapti. Ammo bu endi yetarli emas. Bo'lib bu muajiratga Uyg'ur nüfusiga nisbatan aytganda bu yetarli emas. Shunlashqa shu bolalarga biz kichkidan boshlab bu bolalar biz bilan tang yig'lab, bizning vatansizlik azob uqubatlarimizni tang tortyapti. Albatta, bu bizning talishimiz emas. Ammo bolalarga biz kichkidan boshlab oilada shunday bir ruhni yetildirishimiz kerak. Bu til, bu madaniyat ezilgan, zulm ostida qolgan bir millatning tili emas. Bu necha ming yillik tarixda shonli tarix madaniyat yaratgan bir millatning tili. Shunlashqa bolalarga har vaqt Uyg'urligidan faxrlanadigan, o'zining o'tmishdagi shonli madaniyatidan, tarixidan faxrlanadigan ashta bir ruhni yetildirishimiz kerak. Bu bundan keyingi Uyg'ur tilining taraqqiyoti uchun bak muhim deb o'ylayman. Andan keyin boshqa mush sohada pedagoglik ko'rsatgan barliq ana til o'qituvchilarga albatta men oliy ehtiromimni yo'llayman. Lekin bu qo'shin bak yetarsiz, bu qo'shin bak ojiz. Bizning yana nurg'ulg'an pedagog töhfəkarlığa ehtiyacımız var. Bu qo'shinimizni kuchlantirmasak 10 yildan keyin yoki 15 yildan keyin bak uzun bir tarix emas, 10-15 yildan keyin biz nayti ichinchlik bir reallik bilan udul-mudul kelib qolamiz. Shunlashqa buni hammaylar mush millatning bir a'zosi bo'lish sifati bilan bir burchi sifatida jiddiy muomala qilishni umid qilaman. Çok rahmet. Emeli Narslan dediniz. Biz biraz bununla hakikaten ciddi karışımız gerek. Bu millet abiyamı dep ötüp kettik. Amde bir til yo'qolib ketgan chog'da asli amde o til o'zligini yo'qolib ketmaydi. O'sha millat yo'qotib o'tgan bo'ldi. Shu tilni so'zligicha shu tilning egalari yo'qotib o'tgan bo'ldi. Til o'zligini yo'qolib ketmaydi. Shu tilni so'zlaydiganlar yoki shu tilning egalari asosida o tilni işiltishni tashlaydi, ko'ngil bo'lmaydi, har xil bahona sabablarni ko'rsatadi. Shuning bilan bu til unutilib ketadi. Uniki millatmi tarix sahnasidan yutib ketadi. Lekin siz deganga o'xshash Uyg'ur tili mencha yo'qimaydi. Chunki nihoyatda uzun bir madaniyatninki adabiy tili bo'lgan. Uning ustiga Uyg'urlar bütün bu Türk xalqlar deymiz. Muşların içinde hiç kaçan edebi tili üzülüp kalgan bir nime emas, Türk halkı emas şu. Birdim bir neçe ming yılının yaqı yazık işi köktürk elifbasını tatip hazırgacha bir nayda mükemmelleşken nurgun kitaplarını yazıp kaldırgan bir edebi til. Yani üzükçülük olmadı. Bundaq bir til asan yo'qomaslığı gerek, Bu hem de bizge bağlıq, bizninki milletimizinki iftixarlandığan tariximizin yaxşı biladigan, tariximizin hem de yaxşı taraflarını köstüş gerek, hem de tarixte uçturgan oңuşsuzluklarını mı körüp, tonup yetip, bunun dinkin bu hatalıklardan kurtuluş üçün tırışıdığan mı şimdi evlatlarını yetiştirişke ihtiyacımız var. Şula bu tilni yaştırdı, qoğdaydı deb o'ylayman. Hamda ko'p rahmat Rabigül ma'lum sizga.
Roşan malım nim deydi ki bizge. Sizlar şu deydigan gapning hammani deb bo'ldinglar. Mahfirat xonim, sizning oxirgi gapingiz shunchalik men ash gapingizni qo'llayman hamda biz ortiqchiliklarimiz bak bir jiq millatkanmiz, bu til yeziqimiz hisobda ming yillar mobaynidan mana o'zgarib ketgan, xatarga duchor bo'lgan, tuyuqsiz ojizlashib ketgan tillar qatoriga kirmay mushu shundoq bir shiddatlik to'salg'ularga uchursaqmi saqlab qilib mana mayli haqqoniyati yeziqi, til yeziqi bo'lsin, undan keyin Çağatay deb atadik, undan o'zgarib hozirgi Uyg'ur zamon Uyg'ur tili yeziqi dedik. Bu jarayonlardan nurg'un o'zgarishlar bo'lib ketdi. Bo'lib ketsa biz yana hozirgacha shuni ishlatib kelyapmiz. Masalan, ma Osmanlı yeziqi, Turkiyadagilar bular ma'u Latin yeziqini ishlatyapti-da, bular burun shu Haqqoniya yeziqining asosi bo'lgan Çağatay yeziqi, Osmanlı til yeziqini ishlatadi. Ma Tatarlar qarasak, Kavkazlar qarasak, ular hozir Kiril alfabetini ishlatib oldi. O'rta Osiyodagi ba'zi qarindosh millatlar ashada nemani ishlatadi, o'ris yeziqidan o'zgargan Kiril yeziqi. Biz lekin hozirgacha saqlab mana mush tilimiz bilan o'zimizning ma'rifini yana so'zlab o'tiribdik. Bu ortiqchiliklarni rost ko'rish kerak. Endi kamchilik, ojizliklarmi yo'q emas. Masalan, shu oldingi asrninki 50-yildan 90-yilga qaraydigan bo'lsak, shu bir mezgilda ajoyib bu tilimiz ajoyib gullanib ketgan. Shunchalik cho'ng tipdagi adabiy asarlar tarjima qilinib ketgan. Esingizdami o'yliqing? Suboyda degan romanni hech kim tarjima qilolmaydi, buning til yetmaydi deganda, shularni shu Qizil vaqt kuchishlarni tarjima hech qanday bir davlatning til yetmaydi deganda Uyg'ur tili tarjima qilinib chiqqan, esimda bor. Shunchalik bir nimalarni qilgan. Endi keyin Hem bir narsa qo'shib qo'ygim keldi. Bütün Rus klassik romanlarını Uyg'urcha topqani bo'ladi. Xeyli burunlar nurg'un tarjima qilingan. Bu til yetarsiz bir til emas, nihoyat kuchli, nihoyat boy bir til. Bizning Mahmud Qashqar bo'lmizmi, eng turk tili divanining muqovasi qarasak, kirish so'zi degan turk tili bütün shu ishlatish eng oson, eng yenik bo'lgan, eng mükemmel olan til deb yozgan yeri bor. Bugungi kun kelganda ba'zi o'zini ana tilidan iftixorlanganda bu. İftixorlangani endi shu biz hozirgacha qo'llanib keldik. Endi lekin yana shu bugungi kun kelganda shu assimilyatsiya qilish siyosati, vatandagi Uyg'urlarning shu jiddiy vaziyati, vatan sirtidagi ozgina biz Uyg'urlarning dunyoning har qaysi joylariga tarqalib ketishimiz sabablardan ham ana tilimiz e'tiborsizlikqa, azroq ojizlashga ketken bu ameliyatni hamda biz ko'rishimiz kerak. Ma'u boshqa chet el tilidagi maktablarda o'qiyotgan bolalar bu nima sharoit yaxshi, nima mushuningda yashagandan keyin bu ojizlab ketadi ekan muqarrarchi. Bu bir xil nima deymiz, bu tilimizni mushunda ojizlashtirib qo'yib, bo'ynimiz pukuk bir millatga aylanib qolmasligimiz uchun, o'zimizni Uyg'urimizni ko'rsatishimiz uchun, Uyg'urimizni kimligimizni saqlab qolishimiz uchun faqatla mush o'qituvchilar, bizlarga o'xshash tadqiqotchilar, buni qatirayotgan ixtisoslik ziyolilar, sarxillarning ham xizmat emasga bo'yicha oilaninki xizmati bu bak muhimki. Oilada maslashmasa biz qancha tirishgan bilan buni mukammal bir butun qilolmaydi ekanmiz. Shu mening tavsiyalarim oxirgi so'zim oiladagi ota-onalar buning cho'qim ko'ngil bo'lish kerak. Undan keyin mush ishni qilayotgan sizlarga o'xshash mush o'qituvchilarga o'xshash jafokashlarni butun xalq qo'llab madad berish kerak ekan, buni moslashi kerak ekan. Qo'llagan vaqtida hammamiz buni texmo mukammal yaxshi qila olmaydi ekanmiz. Mening oxirgi so'zim shu. Rahmat. Ko'p rahmat. Eng hurmatga sazovor kişiler yoki eng hurmatga sazovor bu kasb o'qituvchilik kishilar, muallimlar. Buni endi xalqimiz biladi, madaniyat xalqimiz biladi deb o'ylayman. Bugün bir Uyghur ana til kuni munosabati bilan biz o'qituvchilarimizni bu ekranda mehmon qildik deyli, taklif qildik. Nihoyat yaxshi o'zining tajribalarini so'zlab berdi. Undan keyin dunyoning har qaysi joylardagi Uyg'ur maktablarininki ahvolidan umumyuzlik ko'pimiz xabardor bo'ldik.
Nayt yaxşı bir söhbət boldu dep oylayman. Xudaym buyursa teximi köp oqutquchilarimiz üçün faydalı bolğandı. Bu ana til qandaq elip berilyapti, qandaq qilish kerak, qaysi jihatdan tutub qandaq töküp qo'shim kerak dep o'ylashayotganlarga nurg'un fikir berdi dep oylayman. Nayt yaxşı metodlarni so'zlazanglar, hamda fidokorlikning asos ekanligini hammamiz tonib yetdik. Yana bir qaytam. Fidokorlik qilmagicha, vaqtimizni bermagicha, zehnimizni bermagicha belki geri kelgende özümüzün maddi imkanımızı sarf kılmagicha bazı narsalar, bazı neticeler qo'lga kelmaydi. Hem de Kichik Aksu Taze Uyghur mektebidagi bütün o'qituvchilarga, Ruqiya xonimga bu yerdan salom. Abiyam mektep müdirini Adham efendimni tilga oldi. Adham efendimga salom yollayman bu yerdan. Onundan Amerika'dan, Avrupa'da, Türkiye'de, Avustralya'da, Japonya'da, dünyanın her qaysı joylarida ana til üçün tirishayotgan, mektep kurup ana til o'qitishi bilan shug'ullanayotgan mektep mudirleri, fidokor o'qituvchilarimiz hammasiga hurmatimni, salomimni sunaman. Unutmayli, bir til, bir millat, bir til, bir vatan. Bir til mevcut bo'lib turganda bir millat mevcut bo'lib turadi. Buni unutib qolmayli. Hammanglarga ko'p rahmat. Ekran oldidagi ko'ruvchilarimga ko'p rahmat. Bu yerda nihoyat yaxshi tilaklarni yozdi, nurg'un salomlarni sizlarga yo'lladi. Balkim keyin ko'rsizlar videoning ostida. Bu qaytilgan qarindoshlarimga bizga madad bergan qarindoshlarimga ko'p rahmat. Yana bir qaytimliq Akademiya Söhbeti programmasida ko'rishgacha salomat bo'linglar, Allohga omonat bo'linglar. Xo'sh, Salomat bo'linglar. Rahmat sizga.